Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar, bugungi naq maydon suhbat programmamiz ishg'oliyat va mustamlik ostidagi Sharqi Turkistonning 76 yillik nazarining ikkinchi qismi Xitoyning madaniyat zo'r inqilobidagi Sharqi Turkiston. Bu vaqtda bo'ldi. Bugungi qimmatli mehmonimizdan professor tarix fanlari doktori Varis Chaqan muallimni taklif qildim. Assalomu alaykum Varis Chaqan muallim. Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasiga naq maydondan qimmatli vaqtingizni chiqarib qatnashganingizga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Hamma rahmat aytaman. Rahmat. Biz oldingi sonda yana bir alohida bir suhbat programmasi qilaylik deb Xitoy tajovuzchilari bu yil Sharqi Turkistonni besib olib, ishg'ol qilib, qismini atalmish Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida mustamlika nomiga o'zgartganligining 70 yilligini tabriklab, katta tabriklash faoliyatini o'tkazdi. Buningga tajovuzchi terrorist Shi Jinping o'zi maxsus kelib, o'zi yetakchilik qildi bu faoliyatga. Biz buningga qarshi ishg'oliyat ostidagi Sharqi Turkistonning 76 yillik nazar programmasining birinchi sonida Sharqi Turkiston qanday ishg'ol qilindi, Sharqi Turkiston ishg'ol qilingandan keyingi Xitoy hukumati Sharqi Turkistonda nimalarni epadi, mushaqda to'xtalib, madaniyat zo'r inqilobiga kelganda programmamizni to'xtatgandik. Bugun shu programmaning davomi ikkinchi qismi maxsus madaniyat zo'r inqilobi haqida bo'ladi. Ya'ni Xitoyning madaniyat zo'r inqilobi davridagi Sharqi Turkiston. Bugungi bu suhbat programmamizga bir qancha savollar asosida elib boramiz. Birinchi savol, Mao'ning madaniyat zo'r inqilob elib berishdan burun Sharqi Turkistonda Xitoy tajovuz hukumati Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish uchun qanday siyosatlarni elib borgan? Mush haqida bir to'xtalib, undan keyin madaniyat zo'r inqilobiga keldi. Xo'sh, ekran sizda. Bu Mao'ningki boshchiligida elib berilgan madaniyat zo'r inqilobi degan bu inqilobdan burun Sharqi Turkistonning vaziyati qanday edi degan vaqtida hamda Sharqi Turkiston o'tgandimi dedik, shu har xil ichki va tashqi sabablar tufaylidan va xalqaro degan shu o'yinlar, hiyla-mikrlarninki qurboni bo'lib ketib, Sharqi Turkistondagi milliy inqilob 49-yili Xitoylar Sovet ittifoqining yordami bilan bizning vatanni besib olganligi to'g'risida to'xtalgandik. Hamda bu yerda shuni aniq deyish kerak, bu Xitoylar millatchi qo'mondon deymiz-ku, Xitoychi qo'mondon deydi. Shu millatchi hukumatni, jumhuriyatni ichki urushda yengib, Sovet ittifoqininki va boshqa ittifoqdoshlarning yordami bilan yengib g'olib kelgandan keyin bu Xitoy Xalq Jumhuriyatini shu e'lon qildi-ku, hamda qurilganligini 1949-yili 10-oyda. Hamda bu yerda Xitoy Xalq Jumhuriyatini e'lon qilgan vaqtida bu Xitoylarda haqiqiy dunyoni yaxshi biladigan, xalqaro vaziyat to'g'risida chet ellarda o'qib, yetilib, dunyodagi taraqqiyotlarni ko'rgan, anandan keyin mundaq liberal va mundaq fikr ochiq odamlari bek ko'p emasdan, bularning ichida keyin qo'mondon yengilgandan keyin kommunist tarafga o'tib, shular bilan birga harakat qilgan bir qism odamlar bor. Bu odamlarning ichidami mundaq haqiqiy mundaq davlatni boshqarib ketadigan, yangi qurilgan davlatni yetaklab yaxshi nima qiladigan odamlarning kadrlarning soni bek jiq emasdi. Unda bo'lgandan keyin yana birisi shu cho'ng burjuaziya, ya'ni kapitalistlar, andan keyin shu o'tiri burjuaziya sinflari ko'p qismi asosan qochib ketgan chet elga. Yana bir qismi shu Jiang Zemin bilan Tayvanga Amerikaning yordami bilan
Tayvan aralығы berip yerleşken. Unda oğan diken Xitayninki bu iqtisadi asasımı kurulgan vaqtida unchola yaxshi emasdi. Bu ikinci sebep. Biri bu devletni başkurup ketelgidek yetişken devlet kadrları azdı. Yana birisi iqtisadi asasımı degandek yaxshi emasdi. Shuning Ma'lum uchun savol varisga kim o'zi bilyaptim. Kechiring. Bu savol madaniyat so'rovnomalar ilib berishdan ilgirki ilgirki bunu bağlayımız go. Xitoy hukumati Sharqiy Turkistonda qanday siyosat olib borgan? Şunu demekçi men. Hem bu nima qilgandan keyin bu Xitoylarga hamda bir iqtisod lazım. Yani birisi bazı nima lazımda mal mülk asasen ko'p bo'lmagandan keyin bular shu besib olingan rayonlarda bular shu Sovet ittifoqi nima qilgandek xalqning mal mulkini nimasini shu qechib ketolmagan shu yerda qilib qolgan boy dehqonlarninki pomishlarninki mal mulkini bulash orqali uni Xitoy Azadlik armiyasi va Xitoyninki qurilish ishlab chiqarish qurilish bintuani deydi-ku. Shularninki nimasiga elib berish uchun bir harakat boshlatgan. Bu nima desang, yer islohoti, ijara kamaytirish, zo'mgarlarga qarshi turish degan siyosatlarni elib berib, shu vaqtida bizningki shu vatanda hamda nurg'unlagan adamlarninki yerlarini tatib olgan, ondan keyin mal mulkini bulab elib olgan, buningga qarshi chiqqan adamlarni yo'qotgan yoki bo'lmasa ular jannalib qochib ketganda bunda ahvol ostida hamda bizning vatanda Sharqiy Turkistonning mustaqilligini yoqalaydigan texcha shu irodasidan orzusidan voz kechmagan nurg'unlagan milliy inqilobchilar boti. Shuni bularnimi anikin bular asta har xil siyosatlar bilan o'ngchi millatchiga qarshi turish, yerlik millatchilarga qarshi turish degandek bölgünçilerge qarshi turish degandek shundoq siyosatlar bilan bularnimi asta yo'qotishga boshlagan. Anadan keyin bu Xitoylarninki o'ziningmi davlat nimasida cho'msaklab ilgirlash, anadan keyin po'lat tavlash degandek harakatlar bilan o'zininki xalqigami jiq eg'ir besim qilayotganda shuning bilan bu Xitoyda intayin eg'ir bir ocharchilik va bir qirilib ketish bo'lgandan keyin bu Li Shaochiga o'xshash, Deng Xiaopingga o'xshash odamlar u xalqning ommaning bu dardlarini anglab bu mavzuning bu siyosati bo'lmadi. Biz bu yerda bu xalqni bunda och qo'yib, bunda qiyinchilikni qo'yib bir ish qilsak bo'lmaydi deb ular andan keyin biroz hokimiyatga qarshi bir nima qiladi. Shuning bilan Li Shaochi davlat boshlig'i bo'ladi. Keyin bularning nimasiga hamda Mao siyosati bu shu Li Shaochi nima qilgacha 1960-61-62gacha Mao siyosati biroz tanqidlanib nima qilgandan keyin Mao bir mazgil birinchi sapdan chekilib nima qilgan vaqtda shu vaqtlarda hamda xalqninki ba'zi sotsialistik o'zgartish u bu degandek ideologiyalik harakatlarni qo'yib turib amaliy taraqqiyot uchun bir qitim ishlarni qilganda Mau'ning shu vaqtda Stalin o'lgandan keyin bu proletariatning nimasida Stalindan keyingi eng cho'ng doilaning birisi deb qarg'achqa bu keyin bu yerda bizning inqilobiy mevimizni tatib olmoqchi bo'ldi bir guruh bir uchum odamlar deb bu Li Shaochi va uning o'xshash insonlarga qarshi bir harakat boshlatdi. Shunga bu 1966-yillar shu 5-oyda bir sotsialistik madaniyat inqilobi harakati degan bir nimani e'lon qilib bu 10 yil davomlashtirgan bu harakatni boshlaydi. Hamda bu jarayonda hamda bizning Sharqiy Turkistonda madaniyat inqilobichi bo'lgan, atalmish madaniyat inqilobichi bo'lgan oraliqda taxminan shu 17 yillik bir vaqtning ichida hamda nurg'unlagan qo'zg'olonlar bo'lgan, Xitoy kommunistlari besib kirgandan keyin Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun harakat qilgan. Bu harakat asosan Xitoylar besib kirgandan tortib
40 yılgacha davamlaşkan bir hareket aslida bu. Bu vatanning har qaysi joylarida shu Sharq Turkiston inqilobiy tashkiloti ozodlik bir partiyasi qurilib, bu partiyaning yechekilariga asosan buni nima qilganlar shu milliy mustaqillikni yaqalaydigan odamlar bo'lgandan keyin bular andan keyin bu mustamlikaga qarshi nima qilgan vaqtda bularni hamda shu bizningki shu madaniyat inqilobi degan bu inqilob orqali bu 16-17 yildan beri her xil oңçu milletçi, yerlik milletçi bölgünçi dep şu junjuçi dep mundaq nima qilgan adamlardan qilib qolgan, ya'ni ba'zi adamlarni shu madaniyat inqilobidan foydalanib bularni yo'qotgan. Hamda bu madaniyat inqilobi faqat Uyg'urlarga tabii ko'p ta'sir qildi. Chunki madaniyat inqilobining asos shuari eskini yo'qotib, yengini barpo qilamiz degan shuarchu bu. Shu bizning Uyg'urlarning madaniyati, tarixi, shu burunqa shu Uyg'urlarningki an'anaviy nurg'un qimmatli madaniy meroslari, asarlari, klassik asarlarga qarshi hujum boshlandi. Undan keyin bu madaniyat inqilobininki nemisda maktablar taqilib, ularlik yoshlardan foydalanib, xunvibingdab bir nimani qurib olib, mushuning bilan bu butun ziyoli, munavvar odamlarimiz hammasini pepan qilib, boshlarga qalpoqni kiygizib, bularni shundoq ig'ir bir nimaga uchratdi-da. Shuningdan keyin bizning ham bu Xitoyda boshlangan cho'ng hajmlik bu madaniyat inqilobi mustamlika ostida bo'lgan Sharq Turkistonga texmi ig'ir bir oqibatlarni olib kelgan. Rahmat. Unda olsam, yana bir savol hamda Xitoy hukumati bu madaniyat inqilobini boshlashdan ilgari dunyoning siyosiy vaziyati qanday edi, Xitoyning ichki siyosiy vaziyati qanday edi? Bu vaqtdagi Sharq Turkiston mustamlakasi Sharq Turkistonchi. Bu vaqtlarda qara, bu dunyoda ikki qutb bor. Biri Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlar kapitalistik sistemni asos qilgan, yana birisi Sovet ittifoqi va Xitoyning ichida bo'lgan Yugoslaviya sotsialistik nima tuzumni nima qilib, asos qilib qurilgan davlatlar. Yevropaning shu o'tirishgacha 2 dunyo urushidan keyin Berlin, Germaniyaning sharqi, Polshagacha bo'lgan yerlarni kommunistik Sovet ittifoqining ta'siri ostida qolgan taraf nimaning Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlarning nimasi deydi. Ya'ni dunyo ikki qutbga ayrilib ketgan. Shu vaqtlarda hamda u vaqtlarda bu Sovet ittifoqi va Xitoy asosan shu nimada hamda proletariat nimasining ikki cho'ng davlati bo'lib, o'zininki shu davlatini himoya qiladigan atrofdagi Osiyodagi, anandagi Yevropaning sharqidagi nurg'un dunyoning ba'zi yerlaridagi o'zining ta'sir kuchini oshirish uchun bu davlatlarga o'zining shu sotsialistik tuzum yoki sotsialistik boshqarish usulini tanganda, unday bo'lgandan keyin dunyoda ham shunday bir qutb shakllangandan keyin o'zaro buni so'g'uq urush deb qo'ydi tarixda, o'zaro tirkishish bor. Buning orasida masalan Turkiya buning orasida qolgan. Bunun keyin Türkiye andan keyin shu Koreyadagi urushga qatnashish orqali Amerika va G'arb davlatlari bilan birlikda 1952-yili bilsa Koreyadagi urushda Xitoylar bor, Sovet ittifoqining yordami bor, u yerda kommunizm bilan G'arb Amerika boshchiligidagi G'arb davlatlar o'rtasida nima talish urushida bu. Shuningda Turkiya urushga qatnashib, andan keyin G'arb blogunda, yani Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlar orasida o'rin olgan. Uning Turkiyaning atrofidagi davlatlar hozirgi shu nima Balkan davlatlari deganimiz mushiyalar hammasi degidek shu Sovet sotsialistik jumhuriyatiga o'xshash shularningki ta'siri ostida edi. Dunyoda shunday bir ideologiyalik qutblashma bor. Bu dunyodagi vaziyat bu. Hamda Xitoy ichki siyosat cho'zmaslar. Xitoyning ichki siyosati zaten madaniyat inqilobining boshlanishlik sababmi bu ichki jihatda Leshovchiga o'xshash biraz liberal, biraz haqiqatni asos qilib nima qildigan siyosat belgilaydiganlarga qarshi
bütünley ideolojik bo'lgan Mavzuning va uningki tarafdorlarininki elib borgan bütünley ideolojik aqlga mantiqqa uyg'un kelmaydigan hareketlarni qilganlarga qarshi Xitoydami bir nim bo'lgan. Chunki bu Tamam. çünkü medeniyet inqilobidan burun o Mao Zedong'ninki dedim-ku 60 yillargacha elib borgan Daoyojing, Po'lat Davlash, Angliyada o'tib ketimiz, Amerikani mandaq qilamiz, aqli ko'kili deb sotsializm, dunyo sotsializmga muhtoj. Chunki sotsializm biz faqat Xitoyni emas, butun dunyoni qutqizishimiz kerak degandek mandaq bizde Uyg'urlarda bir gap bor-ku, Qunamda ishtani yo'q, etim marjon qiz deydigan. Mushuningdek bu manda bir sepseti bilan va Xitoyda biroz liberal, lishovchidek biroz taraqqiy qilishimiz kerak. Xalqni bundaq saçma sapan ideologiyalar bilan, qalaymaqan ideologiya bilan bunda och qo'ysak bu bo'lmaydi degan ikki guruh orasida bir nimbati. Buning ichida burun Gomindangda ishlagan Gomindangning Xitoy kommunist qetilgan ba'zi aqli bor biroz liberal odamlar borchi bu nima qilgani bu Xitoy davlatini cho'kiryotidi bu deb bu qarshi shunday bir ikki qutb o'tirg'i chiqqandi. Shuning bilan bu madaniyat inqilobidan burun Xitoydagi shu ikki guruh orasidagi huquq talashishning natijasida axir bu o'tirg'i chiqdi. Shuning bilan andin Leshovchi, Deng Xiaoping o'xshash liberalizmni nim qildigan butun hatta Gomindangning vaqtida davlatda muhim xizmatlarni qilgan, yozadigan, bir narsalarni xalqaro vaziyatni bildigan mandaq odamlarni olimlar, mandaq odamlarni rasmiy nim qilib endi ikki tarafni ham nim qildi. Shu madaniyat inqilobida faqat Xitoylarning ishga urishi bo'lib qolmasdan Xitoylarning tarixdan beri davom qilib kelgan ba'zi madaniyatini yo'q qilib o'tdi-ku. Hozir masalan hozirgi Xitoy bu Tang xonadonligi, Ming xonadonligi zamonidagi madaniyat yo'q bo'ladi hozir. Bu kommunist faşist yönetim butunlay madaniyatni hatto Kungzini, Mingzini pipan qilish harakatini boshladi bular. Hozir masalan hamda bu Xi Jinpingning boshchiligidagi bu yangi yönetimde Xitoylar dunyoni yangidan nima qilish uchun bu Kungzu institutlarini ochib hozir ideologiya jihatdan sinib kiryotidi ba'zi beqindi davlatlarga. Ammo shu madaniyat inqilobida o'zining Kungzu Mingzisini tanqid qilgan. Olimlarni shu yezi qishloqlarga avatib ashyolarda ishlatgan. Shunda bir vaziyat bor Xitoyda. Yani bu medeniyet inqilobi başlangan mezgilde bu Şarkı Türkistan'da atalmış Şinjan Vatımran'daki reisleri bula kimlerdi mesela? O qara Xitoylar bizni besib kirgan vaqtida bu nimaning beshida Wang Jin turgan. Wang Jinning vaqtida bizning masalan 1949-yil 10-oyda Xitoylar besib kirgandan keyin bizning vatanning har qaysi joylarida Sharq Turkiston mustaqilligini yaqinlaydigan bir partiya qurilib, Sharq Turkiston Inqilobi partiyasi qurilib, bu nurg'un yerlarda nihoyatda jiq inqiloblar bo'lgan, ya'ni Xitoylarga mangla e'lonlar deb tashlab bergan emas. Demakchi o'g'lim shu vaqtlarda bu nimada Wang Jin bati hokimiyatning beshida Xitoyning nima Deng bati. Am bularga yordamchi bo'lgan odamlar borda, bularning ichida bularning shu Abdullah Zakirov ninki bek ko'p rol o'ynaganligi tilga ilinadi. Bu yerda manda bir nimani aniq deb qo'yish kerak. Bu Wang Jin bu inqiloblarni masalan Wang Jinning vaqtida bir dehqonlar qo'zg'oloni bo'ldi-ku, vatanning har qaysi joylarida. Shu vaqtida Wang Jin biroqlam emas, bo'lim nim qilib Uyg'urlarni, dehqonlarni qattiq qirib etgan. Anan keyin bu Wang Jinning bu harakati xalq orasida nimaga sabab bo'lgandan keyin g'azab nafratga. Shuning bilan andan bu Wang Jinni 52-yili elvetgandan keyin 52-6-oyda elvetgandan keyin buning o'ynagan biroz quvluq, shumluqni biladigan biroz nimroq yukutmay turib joylaydigan siyosat yurgizgan Wang Mon keladi.
Hem bu vaqtlarda Uyg'urlardan kim bor desan shu Sayfiddin Aziz va Burxon Shahidi va anondan keyin mau Imunovlar bor. Anondan keyin avvalgi Isaqov anondan keyin Sayfullayov mushuningga o'xshash Ziyo Samedi mushuningga o'xshash bir qator odamlar bor. Hamda bularning ichida Uyg'urlarning ichida bu yerda Xitoyninki bu ziminga kirgandan keyin bu bo'lmadi, yaxshi bo'lmadi bu. Biz cho'qim mustaqil bo'lishimiz kerak edi, ammo hozirgi vaziyatda bizning mustaqilligimizni ham Xitoy, Beijing, Mao Zedong ham Stalin qo'llamaydi. Unda bo'lsa biz hech bo'lmagan vaqtida bir nima qursak, Xitoyga bog'liq bo'lsakmi, Sovet ittifoqidagi qarindoshlarimiz o'xshash bir sotsialist jumhuriyat bo'lib, teng huquqli bunda bo'lsak degan fikrlarni o'tirg'i chiqargan bo'lar. Bularning ichida hamda 51chilar deb qo'ydi-chu buni. Mushu vaqtlarda hamda Uyg'urlarning ichida Xitoylarga moslashib, Wang Minmoga moslashib ishlaganlar bor. Bu haliqi Uyg'urlarda bir gap bor, suvning eqishiga tukning yetishiga qarab ish qiladigan. Bu asliyat amaliyotda Uyg'urlardagi mushu G'o'jalar davridan boshlab davom qilayotgan bir nimachu bu. Uyg'urlarda haliqi kim kuchlik bo'lsa, shuning yanida turadigan, andan keyin vaziyatga qarab ish qiladigan odamlar. Bunda bo'lgandiki Uyg'urlarda haliqi kuchlik bir milliy iroda bo'lmagandiki, bu 51chilar nima qilmoqchi degan vaqtida bular asli mustaqillikchilar, shu Sharqiy Turkiston Jumhuriyatidan qolib qolgan shu vaqtdagi milliy liderlar bularni biz yo'q qilmoqcha bu yerda xotirjamlik bo'lmaydi deb shu yerlik milliyatchilikka qarshi harakatni boshlatgan. Shu vaqtida hamda demoqchi o'g'lim bu Wang Minmo mesela Sovet İttifakı bilan Wang Minmo'ningmi ba'ziligi Dubashin deydigan bir odam bor. Shunun bilan ko'rishib bu yerdagilar bizni mana atalmış Şinjanni tatib olmoqchi. Bular Xitoylarni qo'g'lab chiqarmoqchi. Bunda ahvol ostida Sovet İttifoqininki bizga nima qilish kerak deb manda degan gaplar bor. Shu vaqtlarda shu 51chilarninki masalan yig'ilishda sabab bo'lgan bir narsa borchu, 1900 şu 51-yillar 3-oylar atrofida bu Xitoyning G'arbiy Shimol Kommunist partiyaning byurosi avtonomiyani vaqtliq yo'lga qo'yish loyihasida bir loyihani nim qilib xalqning fikrini olish uchun harakat qiladi. Chunki u vaqtlarda Mao Zedong nima Stalin o'lmagan vaqtcha. Shuning bilan bu Stalinning u Uyg'urlarga u yerda cho'qim bir Sovetlardagidek ittifoqdosh jumhuriyatlardek bir narsa berish kerak degan ba'zi narsalar bo'lgan deydam. Hech bo'lmaganda Sovet ittifoqidek bir bog'lanish bo'lsin deganni Xitoylar bunu davamlı kechiktirib kelgan. Keyin bu Stalin o'lgandan keyin andan bu harakatda keyin aldı bilan Stalin o'lishdan avval 52-yili mush to'g'riliq bir fikr elib beqish loyihasini sunganda Xitoy asli bu yerda kim mustaqilchi, kim Xitoylarni qo'llaydi, mushlarni arib chiqish yilisi bu asli. Shuning bilan buningda noyi darajalikda yuqori, viloyat darajalikda yuqori Uyg'ur kadrlar, uning dışında boshqa Qozoq, Qirg'izlar bo'lishi mumkin. 51 kishi yig'ilib bu 4 turli talabni o'tirib qo'ygan. Bir Uyg'uriston Jumhuriyati bo'lish yoki bo'lmasa Xitoyga bog'liq sotsialist jumhuriyat bo'lish, yana birisi Xitoy armiyasi chiqib ketish, Sharqiy Turkistonning nimasini milliy armiya qo'g'dash nimasini bexatarligini degandek talablarni qo'ygan. Ammo shuningdan keyin andan bu Sovet ittifoqining u vaqtda G'o'ljida bir nimasi varda konsuli var. Bu onunla Zakirov kelib bir doklad berdi ekanda maxfiy kelib G'o'ljida. Mushunda milliyatchilar harakat ketyapti. Buni oldini olish kerak. Bularningki manda bir maqsadlari bor deganda, anikin bu Moskvaga doklad yozdi ekan. Nimachu Sovet ittifoqining G'o'ljidagi konsuli.
Şunun bilen endin bu hareketke karşı Van'ımı derhal şu 4. aylarda bir jığın açıp 5 günlük bir jığında bu yada şu Abdurrahim İsa, Ziya Semidi, Esat İstakov, şu nimlane bir şu hiç bulmaganda biz nim bulaylı, yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ne okşaş bir cumhuriyet bulap qetılaylı digenlerini öltegen. Hem bir yerde sen demekçi oğlum hem de bir yerde meyle Seyfettin bolsun, meyle Burhan bolsun, meyle Zakirov bolsun, meyle Taşkentçilerden komünistlağa hizmet kıga adamlar bolsun. Bula asasen ya Sovyet İttifakı'nın ya da Xitay komünistlerinin kontrollüğüdeki adamlıydı bu. Rahmat. Unda qalsa bu madaniyat inqilobi qachon boshlandi? Bu Sharq Turkistonda Xitoy tajovuzini madaniyat zo'r inqilobida qandaq siyosatlarni ilib berib bizniki nimamiz qandaq madaniyat qandaq vayron qilyapti. Endi bu Xitoydagi madaniyat inqilobi haqida bir tafsiliy kitoblarmi yo'q. Ham bizning bu Uyg'urcha bilmaslarmi yo'q. Faqat bir necha yozilgan roman kitoblarni o'qib ba'zi bilib olgan uchurlardan boshqa bu vaqtdagi narsa Xitoyda mutlaq cheklangan va yozilmaydi bir narsalarniki. Shuning uchun tafsilroq bir to'xtalsak, rahmat. Şimdi bu medeniyet inqilabı ahiri Mao Zedong'un başçılığında elip berilgan tekrar hukukunu kolga keltiriş için devrim dep koydu Türkiye'de. Milli inqilabga iyi çıkış bahanesi bilen bu inqilabi medeniyet sosyalistik inqilabi medeniyet inqilabı dep başlayan bir hareket. Ameliyette bu medeniyet bilen bir alakası yok bunun. Bu medeniyetini yok kılan bir hareket bu. Şunu bazı halk arasında medeniyet inqilabı dep mi koygan şu bunu. Bu yerde mesela asli bütünley Mao Zedong'un karşısında boğan nimelerni tazılaş hareketi bu ço bir bakımdan. Ama bizning vatan hem de o Xitaylarmı bundan cık zarar köde, üniversiteler etildi, insanlar üniversiteler toxtadı, o hatta şu to'liq o'tir başlangıçlagıçı ballarlık Hungweibing degan nimani teşkilatını kurup aşının qo'liga kaltakni tutqizib bu nimelarni Mao Zedong'a karşı dep qargan nimelerni eskichilar dep eskini yok qilamiz, yengini barpo qilamiz degan shuar bilan butunlay qadimgi hamma madaniyat asar, atiqa, tarix hamma narsani bular shuni hujum qildi. Undan keyin bu yerda çünkü Xitaylar zaten bu medeniyet inqilobidan burun Mao Zedong'un siyosati bilan iyice taze nimqiga vaqtida bu qalayimqon bo'lib, insonlar och, bilsa kooperativlashtirib deb xalqning hamma narsani yig'ib olib, nim qilish, doyojing deb cho'ngseklab ilgirlaymiz deb xalqni nim qilgan, anandan keyin bir tarafdan Sovet ittifoqi bilan munosabati buzildi-chu, Stalin o'lgandan keyin Xorshchev bilan. Ama shunda bir qator masalalar boti. Bunda bo'lgandan keyin buningki hamda bizning şu medeniyet inqilobida Mao Zedong'ni maqtaydigan, Mao Zedong'ning üzündürlerini yadilaydigan hareket hamma yerga tashviq qilindi. Çünkü bütün gezit jurnallar hammasi şu medeniyet inqilobida şu Mao Zedong'ning nimasini ko'tarib chiqdi. Anandan keyin Mao Zedong'a salam berib nim qildigan, Mao Zedong'ning resmiga qarab yo'l yo'riq so'raydigan mundaq hareketlar avjab ketdi-chu. Shunda bo'lgandan keyin bizning Sharq Turkistonda bu acayip texmo mustamlik rayon bo'lgandiki bizning Sharq Turkistondagi medeniyetimizga, asar atiqalarimizga, tarixiy nimalarimizga cho'ng zarbi bo'ldi. U vaqtlarda bizning masalan 1950-yillarda bizning mashhur ma'arif taraqqiyotimiz, onundaki universitetlarda o'qib yetishayotgan nurg'unlagan ziyolilarimiz vardı. Bularni keyin ob'ekt qilib ashlag'imi qarshi zarbi berimizda bularni qayta tarbiyalash degan bir narsani olib chiqib shu yezi qishloqlarga avatib etdi. Ba'zi cho'ng adamlarimizni, ziyolilarimizni shu
pahalı etti. Mesela tarım degen bir nimede bilse onun nakşısın ba. Aşağıya pahalı etip nurgun ziyalilerimiz aşağıda ölüp tüyde nurgullara aşı asas katlamı kayıt terbiyeleş küçürülüp ne kıldı? Anan denken bir yerde hem de bu medeniyet inkılabıda hem de Uygurlarınki hem medeniyeti asar etiqilleri yok kılıp şulan birge ya Uygurlarning ideologiyasini naite xatarlik bir bölünüşni keltirip çıkadı. Hatta şu vaqtlarda Uygurlarımı atı balığa nima qildigan bir ailede iş tuqqan bir-biriga qarshi ayında bo'lib ketgan ahvollar borchu. Masalan, ma buni yaxshi ifodalab bergan bizning vatanning shu vaqtlardagi madaniyat inqilobidagi shu vatanda bo'lgan narsalarni tasvirlab bergan ikki roman bor. Ko'proq shu nimani anglatgan birsi Zordan Sabirning Iz degan romani, yana birsi Mao Xalida Isroilninki Altun Kesh degan nimisda shu Xitoylarninki shu madaniyat inqilobining oldikeni va madaniyat inqilobidagi shu harakatlarni anglatadichu. Hem aş vaqtida Yani mandaç aytganda bizning vatan mustamlika ostida bo'lgandan keyin yani biz her jihatdan hamda ko'proq yo'qotishga uchurdikda. Anandan keyin ziyolilarimiz maktablar taqalib, oliy maktablarda mavzuning nimasidan boshqa narsalar o'qitilmaydigan, davomli sotsialistik o'zgartish, 3ga qarshi turish, 5ga qarshi turish, anandan keyin ashundaq harakatlar hamda bir muncha shu nimalar borda, shu junjuga qarshi turish degandek mundaq anandan keyin kapitalizmning qo'riqini kesish, aqli köküleydigan mundaq saçma sapan deymiz-ku Türkçede. Aşında hareketler bilen insanlar nima qilgan. Hamda bu yerda mavzuning bu harakatni elib borgan vaqtida shu Xitoyning o'zidimi nihoyat radikal bilimga, nimaga qarshi odamlarni ish beshib qo'ygan. Bizning vatanda bo'lsa, nada shundaq lükçek, haramzade kelib chiqishi, oila kelib chiqishi yaxshi bo'lmagan odamlarni şu alimlerimizni, nurgun okumuşluk adamlarimizni aşılarını başkurduğan, şularını pipen kıldıgan, şularga qalpak kiygizip, o vaqtlarda bilsəlik pipen qılıp, her xil qalpaqlar var da bu yerdə. Aş qalpaqlarını kiygizip, aşılarını koçirdi, sazayı qıldırıp, aşındaq qıyğan. Hem bu bizge nispeten hem de çok yo'qotish bo'lgan. Shundaqdimi hem de xalqimiz yanılam şu derdini ichiga yutib bu kunlar o'tib ketadiku deb keyingi kunlar uchun tayyorlik qilgan nurg'un materiallarni, nurg'un asarlarni yozgan bo'lsa-mu, uni bir yerda saqlab qo'yib, keyin falokatli yillar o'tib ketgandan keyin darhol shu 78-yillik 3-umumiy yig'inda edi Xitoylar, undan keyin bu madaniyat inqilobida pipan qilingan, o'ngchi millatchi, yerlik millatchi, unsur, ondagi chet elga bog'langan unsur degandek shunda har xil namlar bilan xizmatdan edilib, her xil o'z emgak bilan o'zgartirilgan va turmalarga evetilge şu vaqtlardami lagerlarni qurib tikan. Hatta bizning e'tiqodimizda cho'shqibek nima qo'y, shunlar olimlarimiz, o'qituvchilarimizni, imomlarni cho'shqi baqizib nima qilib tikan. Buni yana xalq orasida cho'shqi inqilobi deb qo'ydichu. Ama shunda bir nima bo'lgan. Ham shu vaqtlarda bizning aran tug'an nimamiz shu 1949-yılı Xitoylar besib kirgandan taki medeniyet inqilobi boshlang'ich bo'lgan aralıqda xelilam vayron bo'lib ketganimiz bu medeniyet inqilobida texmo cho'ng yo'qotishga uchragan. Lekin xalqimiz yana shu vaqtidagi nimani ko'zda tutib turib bu kunlarni o'tib ketadiku deb, yani dardini ichiga yutib, yani bir qism masalalarni, bir qism materiallarni saqlab qolgan. Keyin endi bu biraz madaniyat inqilobi tugagandan keyin bilsa madaniyat inqilobi tugashdan avval bu Xitoyda cho'ng qalayimqanchilik bo'lib ketgandan keyin butun shu nimalar ko'ydirilib, olimlar, yozuvchilar, o'qituvchilar palinib, ayda bo'lib
Xitoyda nima bu xalqaradan biraz tepki tortishi bu shuning bilan andin Deng Xiaoping shu 1974-yili tekrar chiqib bu ishga boshqa kelib oxirangi biraz siyosatning yo'linishini sal o'zgartirdi. Asli Mao Zedongning bu yerda hamma narsa Mao Zedongning buyrug'i deb nima qilgan Lin Biao va undan keyin 4 kuchli Goro deb qo'ydik-ku. Shular elib borgan harakat. Ham demakchi o'g'ini bu Xitoyga jiq zarar berdi, lekin bizning vatanga texmi ko'p bir yo'qotish bo'ldi madaniyat inqilobining nimalari. Medeniyet inqilobida o'sha masjidlarimizni chiqib cho'shqutni aylantirib o'tgan mezgil medeniyet inqilobi undan burun boshlangan. Shu madaniyat inqilobi vaqtlarida bo'ldi bu. Çoşku inqilobimi deb iliqi bizning chunki butun iliqi olimlarimizni shu ulamolarni shularni ba'zi mollalarni opirib ma Xi Jinping iliqi mollalarni Xitoycha usul o'ynab turdi-ku bu yerda. Iliq nimani kiygizib. Shuningdek u mollalarni opirib Aş çoşku başqızga agar bu çoşku o'lab qolsa ya bir kasal bo'lib qolsa sen jazolansa deb ashuni nim qilib ayda bir zulmni sağan hamda öyle Uyg'urlarning iliqi örf odatiga qarshi bir harakatda bu. U masjidlar taqalgan. Ondan keyin u yerlarga shu Mao Zedongning uzundillari, Mao Zedongning rasmlari esilib, shu Mao Zedongningki nimasiga haykalini ishlatgan o yerlarga qo'yib 75'lere qo'yib shu bizning bo'lsa Mao Zedongga oldida salom berib o'tib yo'l yo'riq berib ashunda qilgan bir harakat. Bu hamda hozirgi mantiq bilan aytgan bo'lsang tamomila aql olmas bir xil nimada bu. Lekin bizning vatanda buning nimasi biraz og'irroq bo'ldi. Hamda mustamlika yerlarda bu ko'proq bedel to'laydigan ish bo'ldi ekan. Bo'lmasa bizning xalqimiz madaniyat jihatdan bo'lsin, mayli til yoziq jihatdan bo'lsin, mayli dunyo madaniyatiga qo'shgan tövbe jihatdan xil ilgari Xitoylardan ortiqki kam emasdi. Masalan, hozir Xi Jinping qanday qildi desang 2017dan keyin bu lagerlarni qilib xalqlarni xuddi shu madaniyat inqilobida qayta tarbiyalash degandek bu yerdami shu lagerlarni qurib biz bilan tarbiyalaymiz deb olimlarimizni, professorlarimizni, yozuvchilarimizni, shuni munavvar odamlarimizni akat sulib oldi-ku. Hozirmi sulaqliq-ku. Masalan, bularga nim deb shuar ko'tarib chiqdi desam atalmış Şinjan'ni medeniyet bilen ozuqlashtirish. Bu Xi Jinping elib borgan yana bir xil shakli o'zgargan medeniyet inqilobi bu. Ve bu texmi vahshiy texmi ig'ir bo'ldi. Uyg'urlarning uylariga kirib yetib oldi. Ondan keyin Uyg'urlarningki nurg'un ziyolilarini, nurg'un munavvar odamlarimizni qo'lga oldi. Kamplarda bu yerda xalqimizga ig'ir zulm selib etdi. Buning maqsadi amaliyotda biz madaniyatni yaratgan bir millat. Bu qanday gap bu madaniyat bilan ozuqlantirish? Kim qaysi madaniyat desa, sen Xitoyda madaniyat bormi? Ya'ni bu diqqat qilsang G'arbning demokratik tuzumiga qarshi Xi Jinping o'zi barpo qilmoqchi bo'lgan diktator bir sistemni dunyoga yaymoqchi bo'ldi. Buning uchun bu Uyg'urlar hamda G'arb bilan sharq arasida bo'lib Xitoyning G'arbga qarab ilgirilishida Uyg'urlar muhim strategik bir yerda bo'lgandiki, bu Uyg'urlarni xitoylashtirmoqcha bu ishni biz nima qilolmaymiz deb Mao Zedong vaqtidagi inqilobning boshqa shakli o'zgargan bir holini qildi. Ammo bu qatimki bu harakat ma xalqaroningki jiddiy nimasini diqqatini tortdi. Shuning bilan Xitoyning bu yerda bir jinoyat ishlayotdi. Milliy qirg'inchilik bo'layotdi deb ana G'arb davlatlari Xitoyga qarshi norozilik harakatlari boshladi. Ammo Mao Zedongning vaqtida so'q urush vaqti bo'lg'achqa u yerda bo'lgan ishlardan dunyoning xabari yo'q. Yoki u yerda nima bo'layotdi, uni nima qildigan nima yo'q. Chunki u yerda temir parda bor. Onu hech kimni so'qmagan. Shu jarayonda Xitoylar bizning vatanda atom bombasini sinab qilishga boshladi. Nurg'unlagan odamlarimizni yo'q qilib etdi. Nurg'unlagan tarixiy asarlarimizni shu vaqtida ko'ydirib etgan. Ammo tabii Uyg'urlar
sel şarait bolsa, yani derhal kökleydigan, derhal yine yükseldigan bir karakter bolgaçka bu ketem ma o 2017'dikse anda resmi insanlık tarihinde körülmegen bir hareket bilen bizni hazırgacha mana Uygurlarni bastırıp kelyaptydy. Yani men manda qarayım bununga. Mawzudun elip bağan medeniyet inqilabynyň şekli özgerge ve tehimi vahşi, tehimi merhametsizce elip berilgan bir hareket bu. Bunun şuarı nime? Atalmış Şinjanly medeniyet bile ozuklaştırış. Bu medeniyet diye aşım bolamda. Bunda medeniyet ulamda. Medeniyet inqilabyda qara. Manda bir şuar wati. Mesela sen bir kızını yaxşı görüp muhabbetleşsen bu burjuaziya deydi. Sen u yerde milli ata ananga bolgan baglılığı ata anang bilen çigirini arıysı dep ata anını, balını, uruk tuqqanını bir-birden arıp etken. Xi Jinping şunda kıldı o. Hazır mesela chet elde tuqqunu varlar, tuqqunumuz yok, bizning onda tuqqunumuz yok dep inkar kıldı o. Nim farkı var? Biraz nimege qarasang, ma yüksek texnikni qo'lini tuburib vahşiylarcha qildi Mao. Yani demekçi her iki harekette Uygurlar ağır derecede ziyankeşlik uçurdu. Rahmet. Endi bu Xitoy hukumati yana nima Mavzumu başlagan medeniyet zor inqilobi mezgilida 10 yil bilan ishga taqadigan sirtda hech qanday aloqa qilmaslikqa bekinma holatda. Bu vaqt mezgilida xalqaro bu g'arb davlatlari, birlashgan tashkilotlari, kishilik tashkilotlari Xitoyga besim qilib, mana bir qilgan nimalar bormi yo'qmi? Bu mezgilida birlashgan tashkilotida Gomindan varmidi yo Gomindan nimasi bor ha? Gomindan var ya Tayvan'ın nimesi o Junhua Mingo deydi o ula. Bu ne qara? Bu Xitaylarni şu 1971 yılı Kissinger degan bir adam baqara. Kissinger'ninki şu Amerika bilen Amerika başçılığındaki demokratik devletler bilen Sovyet İttifakı başçılığındaki sosyalistik devlet ameliyatda bu sosyalistik emas da ismi sosyalistik bolgan bilen vahşi faşistik bir sistem bu Sovyet rejimi üçin. Bu ikkisi arasındaki jidal soğuk uruşda hamda Xitoy bilen Sovyet İttifakının Stalinning ölümünden keyin biraz münasebeti jirikleşken vaqtida bu vaqtida andan bu Amerika soğuk uruşda nima qilish uchun Sovyetga qarshi Xitoydek bir cho'ng davlatni yeniga tortish orqali Sovyet ittifoqini parchalash va yetim qoldirish siyosatini nima qildi-chu? Buning me'mori Kissinger. Onundan keyin bu Nixonni nima qilib, qoyil qilib, Amerika bilsa u vaqtgacha Amerikani tillaydi Xitoylar. Qog'oz yo'lbars aqli ko'kili Putin ajoyib kapitalizmning qo'riqini kesimiz ses kapitalizm o bu deb har xil nimalar bilan tillagan madaniyat inqilobida. Shuning bilan bu Xitoydagi bu vaziyatni ko'rgan g'arbliklarmi buningdan ikki bir nima bor, ikki sabab bor. Birisi Sovet ittifoqini yetim qoldirish uchun Xitoyni yeniga tortish, Amerikaning Xitoyga yaqinlashishi. Yani birisi bu Xitoy munda ketaversa bu Osiyoning xil cho'ng bir qismini egallab turgan rayon, keyin bu tag'imi nima bo'lmasin, Xitoylar biraz demokratik davlatlar bilan munosabat qilsa, buni biz Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga olsak, anandan keyin bu balki bir demokratik bir o'zgarish bo'lishi mumkin deb qaragan. Ammo xatolashdi. O Pompeo eski burunqi Amerikaning Tashqi ishlar ministri Nixon kutubxonasida 50 necha minutlik bir so'zda bu Amerikaning 50 yillik Xitoy siyosati mag'lub bo'ldi degan bir narsani e'lon qildi-ku. Bu vaqtda kitoblarmi yozildi. Chunki bular Xitoyning haqiqiy mohiyatini tushunolmadi, yoki to'liq nima qilmadi. Amaliyotda Jiang Zemin degan Junhua Mingo ning qurg'uch davlat boshlig'i bo'lgan Jiang Zeminning bir kitobi bor. O kitapta bu komünistlerin Xitoy kommunistleri qandaq quruldi, qandaq baş quruldi, keyin qandaq Xitoy Xalq Cumhuriyetini qurdi, buning hammasini nihoyatda yaxshi tahlil qilib yozgan bir kitob bor. O kitap bor menda. Osh kitobdimi aytidi. Ham demoqchi bo'lganim asli
Junhua Mingo degan bu devlet Manchu imperatorluğu yıkılgandan keyin kurulgan bir devlet olgaçka hem de aşı arkalık bir demokratik bir sistemge ötüş meselesi de hem de Xitayga nima qilgan. Yani bazı fursatlarni bergenken alayda Amerikalarda bularni qarshi elib onun shu vaqtlarda bek cho'ng nima qilganken. Keyin anandan keyin bu yengilgandan keyin proletariatlar Sovet İttifaqidek cho'ng davlat bir yerde Xitay komünistlerine yardım berip Xitay Xalq Cumhuriyeti kurulgandan keyin bu Tayvanga çekilgan. Ama soğuk münasebetler urushida Xitayni tanımagan nurg'un devlet. Bularmi g'arb devletleri tanımagan. Tanımagan ki endin bu eliq men bayam sana degan ikki sebepten dolayı Amerika Xitay bilan sözleşip ahiri Xitayni Tayvanning o'rniga Birleşken Devletler Teşkilatı'ga ekirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'ga ekiriş bilan birge bir de daimi a'zo qilib qo'ydi. Bu Amerika'nın stratejik bir hatasıydı. Asli demokratik bir sistemde bo'lmagan, mustamlikçi bo'lgan bir devletni bundaq bir fursatni berib qo'yib, mana hozir o'zi Amerika hozir mana 50 yildan keyin Xitoyning tehdidi ostida qilib, endi qanday qilsak qutulamiz degan nima qilyapti. Lekin mening hamda Təlilim Kissingerning asarlarini o'qidim. Onun bir diplomasi deydigan bir kitobi bor bilsa, cho'ng. Onunki Amerika'nın muşu siyasetininki ahırda bu Xitay halkının psikolojisini, sosyolojisini, Xitayning felsefesini tazı to'liq yetenmegenlikten bu Xitayni biz demokratikleştirimiz derken texmi vahşi bir faşist bir rejim aylandırıp koydu da. Yani üstəvada o medeniyet zor iniqlab mezgilidən hem de Amerika şu mezgilide adınız esmi? Kissinger'ni nimsilen Birleşken Teşkilatı'dan nimene Tayvan'ı çıkarıp etip Xitay şunu ekker dedi işte. Bu ekkeriş maksaden ay Sovet karşı duruşma birlikte. Birisi o. Xitayni yeniga tatib Sovet İttifaqını yetim qaldırış. Yani birisi Xitayni demokratikleştirish orqali nima qilish, normal bir davlatga aylanishni nima qilish, maqsad qilgan. Ammo buningda Xitoyninki masalan bilsa Xitoydimi demokratikleşme hareketi bir vaqtlarda bo'lgan, biraz o'zing bilsa 1989-yillarda 88-89dagi Tiananmen voqealarini esingga al. Xitoyda bu demokratik tuzumga o'tish, anandagi axborot erkinligi, xalqninki so'z erkinligi, ana shunday narsalarni talab qilib bir harakat bo'ldi-ku, ammo bu harakatni qanliq bir şekilde Xitay bastırıp etti. Şu vaqtlarda başka Sovet Sosyalist Cumhuriyet tek cumhuriyetler Yugoslaviya parçalangan, anandan keyin Berlin duvarı deb qo'ymiz, Berlin temiz yıkılgan, artık komünizm, sosyalistik blok çakıldap nim qilayotgan bir vaqtga to'g'ri keldi-chu bu. Shuning bilan Xitoydimi mundaq bir harakat boshlangan, lekin Xitoy buni qanliq bir şekilde bastırıp etti. Lekin Xitoyning tarixida demokrasiya, inson haqlari bundaq bir narsa yo'qki bularda. Bular azaldan beri shu padişahlık tüzümde başkurulgan qulluq ideyasi kuchli bir millat bu. Biz hozir tarixda necha asr qul bo'lgan bir millatning quli bo'lib qolgan gap. Hozir Uyg'urlarning talaysizligi bu. Bunun ichida nurg'un ichki tashqi sabablar bor. Uyg'urlar tarixiy fursatlarni qochirib qo'ydi nurg'un yerlarda. Ya'ni birisi men o'tgandimi aytgan programda Uyg'urlar mush 2. Dünya urushidan keyin kelgan fursatni qo'ldan qochirib qo'ydi. Ya'ni birisi Sovet İttifaqı parçalangandan keyin Xitoy o kadar kuchli emasdi. Shu vaqtlarda bir fursat chiqqan. Şu vaqtlarda nurg'unlagan davlatlardagi Sharq Turkistonchilar, Uyg'urlar va boshqa millatlar Istanbulga kelib bir nima qilgan, lekin bu harakatning strategiyasi va maqsadi nima bo'lgan bo'lsa-mu, lekin uni amaliyleştiradigan kuch ve qobiliyat buni nima qiladigan xalqaro sahnalarda cho'ng rol o'ynay oladigan Uyg'ur siyosiyonlari
Bo'lmadi. Hemmisi ahir sakalga tükürüp o'tadi. Mana onun neticesi bugünkidek bo'lib qoldi. Yani demekçi oğlum hem de bir yerde o Xitay demokratikleşken bu ne özümü nima qilganda Tiananmen vakasini qalliq bir şekilde bastırganda xalqaro Xitoyga bir jazo uyg'ulamadi ki. Uyg'ulamadı. Uningdan keyin Xitoylar qanday qildi desam, xalqqa sen qo'sqinning to'yg'inini bil, hakimiyetga aralashma, ama senin boy bo'lishingning qo'sqinning to'yishiga biz kafolatlik qilamiz dedi. Bir de g'arb davlatlari yana Xitoyni qo'llashga davom qildi. Texnikni, nurg'un mablag'ni ajratdi. G'arbning kapitali Xitoyga kirdi, texnikasi Xitoyga kirdi. Xitoy asta bularga nurg'un ba'zida boshda foydalanib berib, oxiraniki ularning texnikini o'rganib olgandan keyin, kuchlanib olgandan keyin hammasini qo'ng'a tepib atadi hozir. Rahmat. Endi shundoq madaniyat zo'r inqilobi Mavzuning o'lim bilan oxirlashdimi va yoki boshqa bir kuch yoki bir Zaten Mao'nun ölmey turib bu hareketki Deng Xiaoping'ninki partiyanın beşiği kelişi bilen asta bu yığıştırılışkı başlagan. Mao'nun zaten palet o Mao'nun talimatı da o Mao'nun özü çıkıp bir tekşilik kılmadı ki onun keyin Mao'nun kontrolden çıkıp ketken o zaten. O Limbio keyin balları bilen kaçtı o, kaçkan aeroplan vakası öldü o, 4 kişilik görü bir mezgil bu nima kıldı keyin Deng Xiaoping o Deng Xiaoping özün bilse Li Xiaoqi'nin taraftarıdaki bir adamdı. Bu Deng Xiaoping nemini tanladı desem, Deng Xiaoping ekonomide liberal yani kapitalist sistem ama siyasi rejimde yani şu burunki komünist sistemni nima qildi. Ama Deng Xiaoping'ninki 11. umum yig'indan keyin özün bilse Mao Zedong'ning siyosatlarini tanqidlab bir nimasi var onun şuarı var akmışık karmışık saçkan tutka yaxşımışık. Dep bu Deng Xiaoping dunyoga biz buningdan keyin dunyo bilan tinchlikda baravar yashaymiz deb Xitoyning tashqi siyosatiga 5 prinsipni e'lon qildi. 5 prinsipni e'lon qilgandan keyin Andan keyin Amerika, başka G'arb devletleri yani hemmisi kendi kendinin Xitoyni tanıdı, ular bilan diplomatik munosabat o'rnatdi. Mesela hazır şuna bular G'arb devletleri Amerika olsun, Türkiye olsun, Avrupa'daki devletler olsun, Xitoyning tuproq bütünlüğüge nima daxli etmaydigan, ularni nima qilmaydigan gapni qilolmasligidagi sebep bu. Çünkü Xitoy şu bütün devletler bilen demokratik devletler bilen bütün devletler bilen diplomatik munosabat o'rnatganda şu tashqi siyosetdagi 5 prinsipni tangan. Mesela dikkat kılsan Türkiye ne çıkıtım biz Xitoyning tuproq bütünlüğüge hürmet qilamiz. O bu dep Uyg'urlarning ancha-muncha tilg'ab qo'ydi o mesela. Sen bunun nima uchun bunday ekanligini bilamsan? Çünkü Xitoy Türkiye bilen 1978 yıllarda diplomatik munosabat qurgan vaqtida mushuni Xitoy Türkiye'ge ve başka G'arb devletlerine qabul qildigan. Şu vaqtda Türkiye'de acayip murakkab bir siyasi vaziyat vardı. Komünistler bilen, solchilar bilen, milletçiler etişip turayotgan bir vaqt yetişiyor bu vaqt Türkiye'de. Yani ki keyin 1980 yılı 12 Eylül darbesi bilen bu iş yımıqtırıldı. Ama şu vaqtlarda mesela Xitoy bilen diplomatik munosabat o'rnatganda Türkiye'de o biraz tarixni biladigan Türk nimasini birligini, Türklerning tarihi, medeniyeti, coğrafiyasi to'g'risida biraz ma'lumot va adamlar bo'lgan bo'lsa, to'xtabdi. Sen mayada Xitoyning tuproq bütünlüğü deyse ama bunun içinde Sharq Turkiston bor, o bizning ota yurtimiz. Bizning tarixdagi 16 devletning 4 shu yerda qurilgan. Hozir şu rayonlarda biz bilan qani bir, dini bir, irqi bir millatlar yashayotdi. Sen bu coğrafiyani bizning tuproq bütünlüğümüzde bizga qabul qildirishga sen nima qilsan, o zaman biz diplomatik munosabatni qilolmaymiz deb ashni veto qila olgan bo'lsa, bugun a gapni demaydi. Ama shuni demoqchi o'g'lim, G'arb devletlerimi şu, bak şuncha ola nima qildi, Şinjan deydi. Şinjan degan isim 1884'ten buri yo'q ki.
Bu Şinjan degen bizning vatanning Sharq Turkiston yoki Uyg'uriston ya bu besivelingan bir zemin ki bunu Amerikalık siyasetçilerin bildi. Şu vaxtlarda Amerika'nın gazetecileri bazı adamlar batığı uyardı vatanını kanda müstemlik kılıp aldı, kanda hili mikir oyunla oynandı. Bilir o Amerika garip devletleri bilmem de onu. Bilmese demek dünyadan haberi yok bulanın demek. Yani demek çok ona hem de e, bu Xitoydagi demokratik hareket Deng Xiaopingning siyosati bilan g'arbning haligi pulidan foydalanib, texnikasidan foydalanib, anandagi ma'lum rayonlarni haligi ishni echib siyosati bilan haligi g'arbga nima qilib, Shinjinga o'xshash alohida taraqqiyot rayonlarini belgilab, oxirida anandagi Xitoy özünün medeniyet inqilabı ve onundan burunqi iqtisadi asas, buzulgan iqtisadi asasını oңşup aldı. Oңşup algandan keyin Xitoydamı biraz demokratiya hareketleri başlagan onu Tiananmen nimesinde qalliq bir şekilde bastırdı. Garip devletleri yanı bu yerda işki yüzlemeçilik kıldı ve ulardan bunun hesabını hiçbir zaman resmi sormadı. Yanılam ularni nim kıldı, münasebet kılışga devam kıldı. Keyin anandaki asta küçülüp hem de hazır bütün şu Asya'da, Avrasya, dünyada bir hırs, bir öyle aşım nim bulup çıktı hem de oturga. Yani bunun da hem de şu Amerikalık bazı diplomatlarının bazı stratejik hatası var şu vakti birisi Amerikalıklar özümün bunu görüp yetti. Görüp yetti bu doğruda kitaplarını yazdı. Hatta Mike Pompeo bu 50 yıllık Xitoy siyasetinin Amerika'nın mağlup bolganlığını itiraf kıldı o. Ama şununla şu güçünü, şu imkanını bergen, şunu yol açıp bergen, yani şu Amerika şu vaqtda. Rahmat, Timonun o'zi qaytilgan madaniyat zo'r aniqlab haqida hamda madaniyat zo'r aniqlavda Xitoylar kon yo'qitamiz, yangi tiklaymiz deb butun madaniyat sohamiz umumyuzlik hujum qildida hamda so'zlab o'tib ketdingiz. Mening bir qiziqadigan bir nuqtam, masalan biz vatandan chiqmasdan ilgari bizning Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning haqiqiy madaniyat nimalarini aks ettirgan shu nimadan oppoq hojining mozori bilan shu nima Heydgar masjidi var shunaqa ko'radigan. Boshqa bir nima tuzuk yo'q. Masalan, siz O'rta Osiyolik chiqib bordingiz O'zbekistondan nimalarga, bizning Turkiyalik kelgan orada bir qarasak boshqa millatlarniki shundoq shu mezgilda sog'an, shu davr har qaysi davrlar ifodalagan isil qurilishlari, madaniyatlarni gavdalantirgan nurg'un nimalari borda. Bizniki hech nimamiz yo'q shu oppoq hoji mozoridan bilan Heydgar masjididan boshqa. Hem gapning mishaki savol bizning shu tarix yaratgan masalanga nimaga Mahmud Qashqar maqarbasiga chiqsak, shu Qarxonlar zamonida sog'an ba'zi askarlarning kiygan nimalari bor, kiyimlari shunaqa qalqonlar, neyzilar, qilichlar, tumida yasalgan savut kiyimlar, ashyolarni ko'rib hayron qolganimda shunchalar pulat tumida tavlab o'ziga bir kiyim nima yasayolgan bir millatlarniki bu binokorlik sohalarida qanchalik bir madaniyatni yaratgan bo'lg'iydi deb. Shu bu narsaning hammasini bu Xitoy madaniyatlarni yo'q qilayotgan bu narsalarmi va yoki uni ilgari nimalarda yo'qlitib bizning madaniyatimizni pak-pokiz asosli qiliqi nimalarni shu madaniyatlarni yo'q qilyapti, uni ilgari yo'q qilyapti. O medeniyet inqilabını yo'q qilyapti, ama asas Zozongtan kirgandan keyin tamamen tuzilib o'tgan. Zozongtan mazalmi? Zozongtan ikkinchi qattiq bir misol qo'yaylik. Masalan, siz mana O'zbekistonga borasiz. O'zbekiston shu nimaniki, Timurlenki, nimaning sog'an Bobur Shohniki sog'an nurg'unlagan qal'alar bor shunaqa. Shu davr bu yashab mezgillarda masalan bizning mezgil Sulton Saidxon zamoni uni ilgari kelib qolsak, uning oid hech nimamiz yo'q bizniki. Bu da Xitoy yangidan bir qurib chiqdi va ba'zi nimalarni ko'rdik. Shunda bo'lgan bizning bu nimalarimiz shu mezgillarda bir narsa qurilgan, shu Uyg'urning haqiqiy binokorlik nimalarini Zozongtan zamoni yo'q deyapti bu narsani ya. Qara, Zozongtandan burunmi qara bizning vatan Sharq Turkiston necha qatim istiloga uchragan ya qara. Sulton Saidxon Yakan Saidiya xonadonligini qurishdan avval
Abu Bekri deydigan bir adam batı aşu Manglay Süyer bölgesi dep koydu. Aşu Janubni baş koygan. Bu nima pek vahşi zalim bir hükümdar da bu. Bu hükümdar aşu xalqning tiqib qo'ygan oltinlarini tapıman dep aş maxsus aş bütün tarihi binalarını, imaretlerini, aş baylarının öllerini, medreselerini, karvansaraylarını, aşını hemmisini örüp aşını nim kıvetke ummu. Ama o nurgulluğan binalarını aş Janub'da asasen kıygan. Ama Seyidhan Seydiye devlet kurulgandan keyin bularning bir qismi aslik keltirilgan. Tushundingmi? Aslik keltirilgan, ama buni keyin yo'q qilib o'tgan Appa Xo'ja Jungarlarni boshlab kelib, ash madrasalarni, butun ashu tarixiy asar atiqi bor nurg'uyalarni bu safar Jungarlarning yordami bilan Xo'jalar yo'q qilib o'tdi. Onundan keyin Xo'jalar davridan keyin bilsa Sharq Turkistonda bir nim bo'lmadi. Hech bir zaman Sharq Turkistonda tinchlik bo'lmadi. Davomli ichki urushlar, davomli shu zulm, davomli bo'libdi. Shunga Sharq Turkistonda ba'zilar boshqa yoqqa ketdi. Masalan, hozirgi O'zbekiston taraflaridagi Farg'ona taraflariga ketdi. O'zbekiston shu Qirg'iziston hozirgi vaqt unda emas-ku bu ismlar Turkiston. U yerga ko'chib ketdi. Qolganlari ashada qoldi. Shuning bilan vatanni, millatni mandaq o'qigan, o'qimishliq vatan mandaq sal dunyo madaniyatini yaqindan bilgan cho'ng olimlarimiz qolmadi-da u yerda. Qolganlarni o'ttirib o'tdi. Masalan, Appa Xo'ja davridagi yiqim, u cho'ng yiqim u. Haqiqiy cho'ng nima? U vaqtidan keyin endi bu bilsa Jungarlardan keyin Manjular keldi. Manjular mı birinci istila, ikinci istila deb qo'yamiz-ku. Manjular mı nurg'un narsalarni yo'q qilib, Xitoycha kiyindirib, xalqlarni shu Xitoyning nimalarini, maktablarini ochib, uni nima qildi? Anandan keyin ikkinchi qatim Zozungdan kelganda, masalan, Yaqub Bey shu xuddi Xo'qandagidek, shu nimadek bugünkü Özbekistan'ın tarihi yerlerdek imaretlerini selip kısa vaqtning ichida. Yani bularni asliga keltirib diken biraz. Keyin bu Zozungdan ikinci qatim kelganda ularni tuzilib etdi. Tuzilib etgandan keyin o'zing bilsa, bizning vatanda qara, bu Xo'jalar davrida mana bir siyosat kutiladi. Xalqni o'lmayacak kadar aç qo'yib, bek kuchlanib ketsa bular birdan tapsa, ikkidan tapsa, birda dapchaladi, sal qo'sqi to'ysa isyon qiladi deb bek kambag'al, bek faqir holatda tutdi shu ular. Shu vaqtlarda nurg'un odamlar ketdi, o'ldi, ketdi, qolganlar endi o'ldi. Shuning bilan bizning vatanda bir xil odamlar qoldi. Bu nima desang, men boshdim dedim, suvning eqishiga, tukning yetishiga qarab harakat qil deydigan, akang kimnasi yengan shu deydigan munda bir ideologiyadagi odamlar qolib qoldi. Ve bular ko'proq sonni egalladi. Masalan, hozirmi qara, mesela Xitoylar tarixda shu Manjular vaqtidan tortib o'ziga sodiq bo'lib kelgan oilalarni yaxshi biladi bular. Ularning bolalarini yaxshi biladi. Shunga bu Xitoylar mayli Shinsey vaqtida bo'lsin, mayli Gomindan vaqtida bo'lsin, mayli hozirgi kommunistlar vaqtida bo'lsin, ya'ni shu oilalarni asosan ishlatdi. Shu oilalardan foydalandi. Chunki men sana shuni deb qo'yay. Hozir Uyg'urlarning mustaqilligini haqiqiy dunyoda bir özgür, mustaqil yashashni xohlaydigan Uyg'urlarning soni unchalik ko'p emas. Ko'p bo'lsa bunda olmaydi. Ilmi ash o'tirda turib qilayotganlar bor. Masalan, Xitoylar 2017-yili 200 limchi deb o'ziga ishdek ishlaganlarini tutdi-ku. Hammasini qarquyoq tutdi-ku. Burun Uyg'urlarni ham bo'zak qildi. Qozoqlar, Qirg'izlar, Mo'ng'ollarga qarshi bek nim qilmaydi. Ammo 2017da hammasini nim qildi-ku. Qilgan vaqtida bu nurg'un Uyg'urlarning olimlari, ziyolilarimiz nurg'un 80-90 yillarda ko'p xizmat qilgan shu isil odamlarimizni
tutup aldık, ötede kalgan turmuy saldık hazır. Nurgun alimlerimiz turmudu hazır. Hı. Yani birisi kara şunça ola adamlarını bikadın bikaga türmüge lager kapırıp ölemcan kılıp koyup birip nurgulları yerimcan bop kaldı. Şunda mı? Hı. 2017'den 2023'kiçe muşunda iğir bir hakaret, muşunda bir harlangan turup, ma halkaranınki kul emgekçilik kılıvadı Uygurlarning kul orunda işte mal setyapti dep Amerika ve bazı devletler bunun ambargo koygandan keyin bular anandan keyin mana ishni ichib dep o'zini yaqinlaydigan Arabistondagi, shu O'rta Osiyodagi, hatto Turkiyadami ki ba'zi axborotchilarni olib borib ziyorat qildirib qildi-ku, yeygizib, ichirib, bunda ish yo'qkan, hammasi bek yaxshi yashab yotibdi deb qanday bir narsa e'lon qildi-ku. Shuning bilan bir vaqtda tamam bular chet ellik, bular qo'sqining to'yg'inini biladigan ramzodilar. Ama bizning Uyg'urlarning ichidami mushunchola zulm qilib o'tgandan keyin ashunchola olimlarimiz, vatanparvarlarimiz turmida tursa, hech bo'lmagandek berib kelgin turdi-ku. Tak ağla cesaret kılıp nimdisan dememse Uygurlar zaten boluşumuşu tügeşken hakta belki Uygurlarga nim kıp özçe cesaret bilen berip kilivatkanlar. Ama vaziyetini kütüp duruvatkan yani nurgun Uygur var ben sana koya. Yani Uygurlarda muşu Abbaq Hocadan kiyin Uygurlarning bel kemiği dep koyumuz ma Türkçe'de umurtkısını kırıvetken. Bu umurtka can çıkmagan diken yani Uygurlarda hakiki vatansever, milletçi mandak nimi adamlarning soni fevkalade az. Az bo'lg'achqa mush kunga qoldi. Chet eldimi naati Xitoylar o'zing bilsa, masalan 2000 mush asrning ichida Xitoylar bir necha cho'ng qirg'inchilik qildi-ku bizning vatanda. Birisi 1937-yili Shansayning qilgani. Yana birisi 1957-yili shu yerlik milliyetçilik qarshi harakatni qilgan tutqun ve katliam. Şu vaqtida rol oynagan adamlar şu Abdullah Zakirov'du mesela. Ama 2017-yili biri ichki jihatda bunun itiraz qildigan Uyg'urlarning hammasini yo'q qilib bo'ldi. Yana ananikin 2014-yili Zakirovning akilib onu atalmış Abdunum rayonning reis qilib qo'ygandan keyin bir de chet eldagi teşkilat ve nimelerinin içigimi sızıp kirdi bular. Kirip bular hiç kandak Xitoy nemi qilsa bunun quruqdan vaqirab, jaqirab nemi qilib qo'ydi, lekin amali ish qilinmaydi deb ishongandan keyin bu harakatni boshladi Xitoylar. Diqqat qil. Shunchola ishlar bo'lib ketdi, chet elda hiçbir yerde Xitoyning hiçbir şekilde zararga uchirmadi mesela. Çünkü Xitoy hem devletlerini hem de diasporadaki Uygurlarını tamamen kamal kıldı. Kamal kılıp bulap kıldı bu işini. Yani benim demek çoğunun bir yerde. Bugünkü Uygurlarının hazırkı şu profili yani Türkçe'de profil de koyumuz hazırkı şu içtimai yapısı aslı şu Abbaq Hoca davrdan tatip davamlaşıp kelivatkan bir narsa bu. Eğer bir milletning %50'i men meyli %60-70 demeyme qara %50'i muşunda bir haqiqiy irade bilen oturup çıkıp bu işni nim qildigan bo'lsa, Xitoy bu derecede kılanmaydı onu. Yani şunun için mesela hazır bana sen işleyse, ben müzem işleyemem, ben devletin orada işletken bir adam üniversitede. Bizden işimiz yok mu? Bizden nurgun işimiz var ama sen benden ne çıktın, bu mesela başkalarına okşaş, benim mi vaktim yok desem deydim ben. Ama toxtab da biz muşunda bir tarihi şeraitde hem de halkımız muş tarih hakiki doğru tarihini bilip kalsın dep vazifemizni ada kılıvatımız. Şundaktı mı ma bakat eletine kayla yani bir munç kapşıp cügünne işini kılmay deydigan Uygur çeteldi mi cek? Sen bunun işini hemse eşenmemse. İşte ben nurgullar var. Çok. Hatta seni
Hanim qilib jayli o'tishga yoki ovozini qisishga tirishidi. Singan neningni yesangli olmamda va adash ishingli yo'qma deydi. Ama biz bu adamlar oğunu bugünlam atilam kahraman bu kitem gidip kımmatımız tarihte not düşmek dep koymayız Türkçeden. Tarihte bu saklanıp kalsın. Dep ma nemini kıvatımız. Yani gepimni nemi kısam bu cihetlik sualının nemisi Uygurlarning özüde birinci amil Uygurlarda. Uyuşmadı, ittifaklaşmadı, bölündü, sel koyapes bir kısmı Arapça olup gitti. Araplarını doğurup Arapçının olup gitti. Bir kısmı Garipçe olup gitti. Ama Uygur enesini, Uygur nimisini, Oğuz Han'ın evladılık nimisini unutup gitti. Unutup gitkendiği Uygurlarda milli bir ortak bir nimi şekillenmedi. Ötkende bir yer nimi kıldım ben burun programlımı digen eğer Uygurlar şu Zambaklar ülkesi de Finlandiya'nın müstakillik hareketi açıyor. Aşını anlatkan bir kitap var. Aş kitabını okup çıksın da işki ketim ben digen. Kançırek adam okup çıktı bilmeyme. Aşı Finlandiyalikninki kanda müstakil boğallığını anlatıyordu. Uygurlarda şunda bir ruh bombıgıça bu kiti verdi. Ama şunu mu dep koyay? Uygurlarning içinde yanılan hakiki kabiliyeti var. Asıl kanı buzulmagan vatanperverler yok emas ba, lekin bularning sani az. Bular özü turvatqa yerlerde chet elga ketganlar cho'ng ishlarni qilyotidi. Bizga o'xshash universitetlarda professor bo'lganlar va nimaga o'xshash bizning Japoniyada Eri kardeşimiz Tashqi ishlar vezirining yardımcısı oldu o. Arife Ali. Arife'ye o'xshash aşağıda okup bir Uygur'un balısı bulaş süpütü bilen aşağıda aşı yapılar bilen aşı rekabetleşip imtihanlarga kirip her xil sınaqlarda ötep aşı derece kelgen. Menen tehi bildiğinim ama nurgun adamlar var, men bu yerde ismini demeyemem. Biz Uygurlar qaysi bir millet başka bir devlet kelip aşılar bilen rekabetleşip aşında derece kelip yaşalaydı. Uygurlarda var bu kabiliyet. Lekin bu Uygurlar chetga qiqiliq. Çünkü Uygurlarninki şu meyli vatan içinde o Xitaylar to'g'ri tuzgu vatansevar manda g'ururlik, vijdonlik Uygurlarni yaqin keltirmaydi. Ularni siqib chiqirib bo'ldi yoki o'tirib yo'qitib bo'ldi. Vatan sirtidimi bu qo'tandan chiqayotgan mal taqilib ketgandek her tarafga taqilib ketganlarni to'xtabdi. Bularning orasiga bir odamni selib bularni nima qilayli deb teşkilatlarga yani bir yerlerge hemmisini demeyim ama aşının içiki sızdırıp aş arkalık bulanı çıkmaz koçuda aylandırılık hazır. Öyle baka bir millette bir kabiliyet, şicaat bolsa hakiki küçü var, hakiki kabiliyeti var Uygurlar olsa bu vakitçe zisidirip etmem de. Ama bu chet elnimi muşunda kılıp kontrol kılıqılık. Şuna karşısang chet elde kurulgan kanallar mesela televizyon, internet televizyon özden adamları var. Öz bir pencereden lam qaraydı. Bir adamning lam fikrini davamlı aşının lam nem qildi. Her xil adamlarni, her xil fikirlarni, her xil sorularni o'rinlashtirib, erkin munozara yo'q. Birdan bir hozir mustaqil qilayotgan men bilmayman boshqasini sen bormi deyin burun jasorat qarindishimiz ancha chiqib boqdi. Ahmet Pidayi qarindishimiz qildi. Hozir sen chiqding. Çünkü qolganlar hammasi shu ba'lim bir yerdan bergan pul bilan mengayotgan hareket o. Mustaqil bo'lsa ular butun Uyg'urga ishkina etish kerak. Butun Uyg'urning mayli liberal ulamdi, mayli dinchisi ulamdi, mayli erkin bu har xil odamlarni haqiqiy erkin bir platformda munbarda to'plab biz qanday qilamiz, qanday bir chiqish yo'li va bizga deb buni qilish kerak. Ama bu kanallik qarsang hammasi o'zining kallasiga yaqin o'zining odamlardan boshqa odamlarni chiqarmaydi. Chet eldan buni qilyapsa, demokratik davlatlardan buni qilyapsa. Mesela bütün Uygurlarning her xil madaniyatini, nimisini, hammasini nim qildigan bir Uyg'ur televiziyasi bormi chet elda? Yok. Bo'lsa digina.
Yani demekçi oğlum muşundaq bir vaziyet hazır. Onun için hemmenelik düşman gilam koymay özümüzge mi bir begizni sancıp bakışımız gerek. Uygurlarda bir gap bağı çocuğunun şumluğunun tohunun emçiki yok deydigan. Biz adam bolmagyça bizge hiç kandak bir millet, devlet mi bizge ne alanla neme dep sormaydı. Onun için Uygurlardım 300 yıldan beri yok olup ketken milli ruhni kanda ekilimiz, kanda bir tekrar bu ruhni nim kılımız. Hazır Xitay içide başka bir xil başkuruqluk, teşide başka bir xil başkuruqluk. Mesela teşide iki xil usul var. Birisi şu devletlerge yatırım meblağ selip ulanı u devletlerin hükümetleri arkalı kontrol kıvatıdı. Yani birisi qaysi devletli köprek Uygur bolsa şu Uygur'un teşkilatlarının belki şunun örgütlerinin içine bir şekilde sızıp onu kontrol kılıp durwadı. Şunu netice alanmaydı. Bunu Xitaylar bugünlam kılmadı ki. Bunu aş burundan tatıp kılıqlık. Yani bir ne sorum kep kap kalın yaxşı sözlersiz reallıkımızdaki bu içinişlik kısmetlerimizni iç privatsiz rahmet. Hazretli Arife Ali Hanım'niki nimsidanızda hem de. Ata-anası Şarkı Türkistan tug'ilgan. Bu qiz bola Yaponiya tug'ilib mana aşağıdan Yaponiya ma'rif sistemasida o'qib bugungi kun kenda Yevropa nima Yaponiya parlament tashqi ishlar nimasiniki muavin nimasi bo'ldi-da, davlat ministri darajalik doira bo'ldi. Hem Türkiye'ye Uygurlarning chiqish tarixiga qarab baksak, qanchinchi yil siz yaxshi bilasiz. Hem Türk xalqi Uygurlarni shunda qo'llaydi. Hamda hukumat Xitoyga moyil bu nimasinikini. Nima uchun Turkiyada bir Uygurlarni ya parlament nimasi chiqmaydi yoki bir yo'qotib yuqoriroq bir imtiyoz va nimaiki chiqmas sabab nimada? Qara Türkiye'de Uygurlarning tarihi bek uzun. Türkiye'ye Uygurlar bu ta Selçuklu vaqtidan hatta ondan burunmu kelgen burunqaş Vollar, Köktürkler, Uygurlar, Qarxal bular hemsi Uygurlar Uygurlarning qurgan devletleri. Bu yer kelgen ama ma hazırki Türkiye Cumhuriyeti kurulgandan keyin kelgen Uygurlarmı heli var. 1920 yıllarda kelgenler var. 40 yıllarda kelgenler var. 50 yıllarda kelgenler var. 60 yıllarda kelgenler var. 80 yıllarda kelgenler var. Bizdek 90 yıllardan keyin kelgenler var. Hem bir yerde Uygurlarning ki bir yerde Türkiye'nin mühim yerlerde yer alanmaslıgıdaki sebepni hem de bir neçe sebep var. Birisi hemmisi kemmi demez keldi. Mesela muş hazırki Türkiye'de parlamentta vekil bulup hatta minister boğudek bilimi var, kabiliyeti var, muşuldun optarak adamlar Uygurlar ba bizim aramızda ba. Lekin ma devletteki siyasi yapı bazı bilse Türkiye'de Türkiye bir kurtlar sofrası dep koydu. Kurtlar sofrası. Bir nesle bölüşüvelingan. Türkiye'de 4 çoğun grup bakıra. Bula her zaman bulanın siyasi tabanı yokap ketmeydi. Bunun kimi buldu? Bundan burun bu. Birisi milletçi taban. Yani Turançı, Türkçü dedi. Ama bulanın nispeti hazır tabanı asta eğirip gidiyordu. Ama yokap ketmeydi. Yani birisi dindar kesim. Yani bulanın nispeti hazır Türkiye'de hemmisini toplap gelsen bir %35-40 etrafı dikildi. Köprak hükümetle muşlarının oyuna ağalı hükümet buldu. Yani birisi Türkiye'de sol kesim var. Sol. Bulamı hiçbir zaman tabansız kalmaydı. Yani birisi o Kürtle. Şerh taraftaki. Bula her zaman hazır mesela parlament karsan muş gruplardan ibaret vekiller. Ama bu adamlar bek kabiliyetli, bek okup çok okuğa adamlar emez. Türkiye siyasetini kıvatkallar bunda yukarı seviyedeki adamlar emez, o kadar emez. Yani bunda bo'lgandan mesela Uygurlar o'xshash, bizga o'xshash Türkistan'dan kelib kelganlar bularning arasida qabul birdan bir kiralaydigan yerimiz shu millatcha nimadan kiri partiyalarda. Ama millatchi partiyalarmi bir nechaga bo'liniblik. İyi Partisi var, bilmem MHP'si var ama yani bizni qurdaylik
Ümit Özdağ degan adam bir partiya kurdu yani. Bula bek bölünüp gittiklik. Ama toplasan nimisi nimigi çıkmaydı. Yani demek ki onun bir aralar şu Tatarlı diyen Özbeklerden, Afganistan'dan kelgen Özbeklerden çıkanken Ahat Andijan'da bir adam battı ben kelgen vakta. Ana Vatan Partisi de vekil kim ministr olanken. Ama o hem de şu vaxtlarda şular bilen şu irtibat kurup nemi kıyganken bu Türkiye'de hem de senin bunda bir yerge kilişin üçün Türkiye'nin fevkalade ilgar bir ideologiyege yukarı bir siyasi angıyı buluş gerek. Tek o angı kemmedi. Mesela Türkiye'nin Xitay bilen boğan münasibeti olsun, Asya bilen münasibeti olsun, hatta Orta Asya, Türkistan bilen boğan münasibeti olsun. Ben bir mezgil şu Asya Tedkikat Merkezini kurup bir 8-10 yıldek işledim ço. Üzem kurdum onu. Üzem kiyin ahir üzemle işini kılım dep bazı sebeplerle nim kuvvetli mazur onu kımmatime. Yani bu devletlerini tetkik kıldık, bağdık, geldik. Ama Türkiye'de mesela aşırı coğrafyanı bildiğin miyadıma en aldıda ali malumat kullanıp okup en aldıda meňebatkan Uygurlarını bir yerler kelgende tosap koyduğu işler baken buladı mı? Mühim yerlerde. O Japonya degenin demokratik bir yer. Yani bu cihette Japonga paydalıklan bolsa yanındaki Japonya'nın ki menfaatini asas kıygan halda meyle Uygur olsun mu bu bizge paydalık dep kargaçka onun bile işlevadı o kardeşimiz bilen. Ameliyette Türkiye'de mi yok emez. Yani ben bazı işlerini sana desem Türkiye'nin kim şu siyasi yapısından kaynaklandı bu. Türkiye şunda bir gruplarının birisi kirişin gerek ama onun kiriş için mi senin cık ammi ve asasın buluş gerek. Mesela değil Uygurlar bir vekil çıkarsa diyelim ki bir parti saylan oldu. Mesela 50-60 bin Uygur olsa Türkiye'de hele oygu bu. Aş Uygurlar bir Uygur çıkıp da dep hemmisi aşnan oy veremdi sence? Onu bildi ola hesaplaydı bu Uygurlar zaten biriye kilenmeydi o. Onun için bulağını bir vekil tallısak mı bari bir oy vermeydi bulağa. Dep Uygurlarını hazır siyasi manimeden sel çet tutukluk. Ben Nurgulluğun nimeler demiş 30 yıl olaptı. Yani Nurgun işlerde Nurgun muşlarının intihamanları kirip en aldın katarda numarelip en üstüde turup kıygandı mı bulanı amma ahvallarını bilmem ben şahsen ben üzenme yaşadım. Benim mesela oğlum 3 ketim en üstüde kazandı Taşkı İşler Ministerliği'nin imtihanını. 3 ketim. Ama Kabul kılmadı. kabul kılmadı. Yani İngilizce desen TOEFL'da 100 tam puan algan. İngilizce 100. Ve taşkışlarının sınavı da en üstüde. Ama anmadı. Nimiş ki? Bazı deydi sen Uygur oğaç kanmadı deydi. Bazı deydi sen diplomat kökenli bomba kaçka senin bir ammevi asasın yok. Bu Türkiye'de gende akışık pek eğer. Onun için amma. Meylinin bosu. Neyse demek ki onu biz mi yaşadık bunu? Ananikin balam başka intihamla akirip ütep hazır onun da mobda yad işlevadıdı. Yani demek ki onu yol verse Uygurlar bırak yardımcı bakan mı Cumhurbaşkanı mı bulalaydıgan kabiliyetli Uygurlar yok emez. Ama bu devletninki siyasi nimisiga bağlıq o. Mesela biz Orta Asya devletlerde Türkiye'ninki mesela elçixanalarda buladın 10 essi köprak paydalık çıkıp bireleyimiz Türkiye'ye. Xitay bilen boğan münasibetlerde Türkiye'nin menfaatini muşladın bekrak qoğduq bireleyimiz. Çünkü biz ularını bilimiz ama bula yakın keltürmeydi. Tek o seviyeye tek ulaşmadı. Mesela Amerika, İngiltere'de bilirse Pakistanlık bir adam başbakan oldu o.
Amerika'mı bir aşağıdan bağa, Xitaydan bağa, nurgun Xitay'ın Amerika'nın baş elçisi kılıp evet doğdu Xitay'a. Yani biz Uygurlar Türkiye'ye hakikaten yaxşı görümüz. Ben Türkiye'ye çıkandı ki emas, burullam Türkiye nimisi vatı mende sevgisi, hayranlığı vatı. Ben bir yere çıksam okusam Türkiye'de okuyma deydim. Türkiye'ni hakikaten Uygurlar yaxşı gördü. Qara, hükümetler deyse, hükümet milletini temsil kılmaydı. Hükümetler ketidu, kelidu. Ama Türk halkı yanılan Uygurlar için bak yakında ma Taha Kılıç degan bir qarindoshimiz chiqdi mana. Ab uningdan burun kelgan qo'shiqini to'yg'izab yeb ichib kelgan haramzodalik qarshi yaxshi bir javob berdi. Amaliyotni haqiqiy paketni o'tirib qo'ydi u. Ya manda adamlar ba Türkiye'de yok emas. Endi Lekin Uygurlarning bu yerdagi ittifoqsizligi ma'lum bir guruhning ba'zi hukumat partiyalari bilan bek ish qo'yin tash qo'yin bo'lib ketib, Turkiyaning umumiy to'plumiga nim qilib qo'ygan yeri bor. Shunga o'z vaqtida rahmatlik Mamtimin Bug'ram debdikan, biz Turkiyada partiya tutsak bo'lmaydi. Bizning masalamiz milli bir mesele. Bütün Türkiye'nin meselesi buluş gerek. Biz bir partinin yanında ular bilan beraber bo'lib qolsak, başka partiler bizge düşman bo'lib qoladi deb nayt to'g'ri debdikan, ama onu qilmaganlar emasmi? Hozirmi? Qilmaqlik emasmi? Unda bo'lgandiki Uyg'urlarda menda qiliqi ittifoqlik birlik bo'lmagandiki, hozirgi sistemda Uyg'urlardan bir adam salinib u yerlarga kirishi biraz tez. Ama Türkiye biraz o'ngshilib, biraz artık ko'zi to'yib, bir narsalarga echilib, cho'ng davlat bo'lib, hamma ishni mustaqil artık dunyoda nima qiladigan seviyaga kelganda, menimcha u vaqtida bo'ladi deb qarayman. Xuddi Amerikada va Angliyada, Germaniya, Hollandada nurg'un turk vakillar bor sizlarning ashadimi? Şehir başlıkları var, Ha? parlament üyeleri var, Türklerin çık. Çık. Yani bu bir devletin medeniyet seviyesinin terakkiyatı, siyasi seviyenin üstüge erişip bulduğun narsa o. Çünkü o kabiliyetlik adamlar meyli Uygur olsun, meyli Özbek olsun, o Türkiye'ni seviyorsa, Türkiye'ye canı gönülden bağlılık olsa o Türkiye'ye faydalık da o. Türklerden obdarak bilimiz o biz Özbek, Kazak, Kırgız karındaşlarımız ne? Şundan mı emes mi o? Ya ulağı o bulağa qaraganda ona faydalık bulalayımız biz. Ama onu körüp idrak kılıp onu oylaydigan birlik nime gerek? O text hozircha biraz uzak tek kıldı. Yani demek şu gepim uzarıp ketdi. Yani o Yaponiyadagidek o seviyeye kelish uchun hali vaqt ketadigan o'xshaydi deb qarayman. Ama Uyg'urlar biroq ministri, Cumhurbaşkanı bo'lsa-mu bir davlatni boshqarib ketarligidek Uygur ba. Ama bu Uygurlar diasporada mandaqılık nimenin içinde emas. Oylap baqa, ertögün Allah nesip qılsa vatanda mustaqil bo'lsa, mana mushunda har qaysi sahalarda shu o'qib o'zini isbotlagan adamlarimiz chiqadi va ular bilan istiklam tez taraqqiy qila olaysa. Ya onun uchun umidsiz emasmiz, lekin şu Uyg'urlarninki ichida birlikni hamda qanday saqlaymiz, bir Uyg'urlik ruhini qanday shakllantiramiz, bu da jihatda texchi biz birlashanmaylik. Masalan, birisi deydi Sharq Turkiston, birisi deydi Uyg'uriston. Hozir mushunda turibmi ikkiga bo'linaglik. Yani bu tor dünyasındaki hazırki bulavatkan bu işki jidal majran desek, yamançıq narsa bo'lib ketdi. O Uyg'urlarga foydali emas, u Uyg'urlarni texmi bo'ladigan narsa u. Fırtvatada alaqı nişandan Xitoy qo'ygan qarshi nishonimizni bilaklarga eksportida bu narsa yamançıq. Buna to'xtamayman. Ama arka narsam marisi bilan diqqatim tortsa, mana deydi, mana Yaponiyadagi bir Türk boshqa yordamchisi bo'ldi degan narsa. Ma'nosi hammamiz ko'rdik, Twitter taqaldi. Men buni ko'chirib elib bir narsa yozdim buningga. Asma Turkiyada bo'lgan bo'lsam, bu to'g'risida narsa yozatdim. Necha o'nlagan yoki yuzlagan alifa eri Turkiyada, ammo Turkiyada imkoniyat yo'q deb. Hozir so'zladingiz-ku. Masalan, mana eng diqqatim tortgan narsa deydi, Yaponiyada bir Türk qattiq yo'g'on yozibdi-da, bakan yordamchisi. Ikki xat, osti xat kichik Türkdan yo'g'on yozibdi. Hamda
Arife Xonimniki dadisi Uyg'ur, opasi o'zbek ekan. Sharqiy Turkistondan kelganda ham Urumchida imkon. Yani bunun gap Uyg'urlik qattiqlikda ommabdi ma'noda. Bu narsa qarab mening bir azroq nimam kelib qoldi-da, qaynig'im kelib qoldi. Azroq to'rda ham yozdim buningda. Haliqi hech bo'lmasa Uyg'ur Turkiy deb qatmabdi buningga. Turkiya jiqqatib oldi-ku buningga. Ko'zi ko'ringan utuq qozonganlarni hammasini azroq bir tutishadigan yeri qolib qolsa tatib bir turk qilib olgan. Biror masalan hozir deylik, masalan Turkiyada bir turk vatandoshi bo'lib bo'lgan bir Uyg'ur. Va yoki Turkiya tug'ilgan bir Uyg'ur. Biror davlatga bordi, biror kishi chetlik qilib, yo tuyuqsi bir yer tutib qolib qoldi. U nima deb chiqdi? Bir Uyg'ur turki deb chiqarishdi-ku. Onasinikini. Lekin ma'noga turk deb olibdi. Yig'ib aytganda haliqi po'q chiqsa o'zidan, haliqi asl chiqsa bizdan degandek, endi haliqi yaxshi taraf bo'lib qolib qolsa o'ziga, yomon taraf qolib qolsa o'zini qandek bir xil haliqi yana o'shadan bir nima deymiz endi. Ayrimchilik narsani ko'rib olg'ili bo'ldi, ama shu rasmda ro'shan oldi. Juda bo'ladimi bo'lmami sizcha? Qara, bu yerda endi Uyg'urlarmi shu Türk ailesining bir parchasi, biz onda masala yo'q. Ham uni degini mashunda xabar qilib, shu bir Türk munda bo'ldi desa, u bizni xushal qildigan ish. Bu yerda biz ayrimchilik qilmaymiz. Ammo meni demoqchi yo'g'im, ham sening nima maqsadda buni deganingni men tushundim. Asli qara, bu o'z vaqtida dedim men. Bu 100 yıl burun bu yerning ismi Turkiston'di. Yani bu ikkiga bo'lingan. G'arbiy Turkiston va Sharqiy Turkiston deb. Shuning bilan G'arbiy Turkistonni Sovet ittifoqi Stalinning vaqtida 5 parchalab etdi. G'arbiy Turkiston yo'q. Bir Sharqiy Turkiston deb turyapmiz. Mening maqsadim demoqchi o'g'lim, albatta u yersi G'arbi bilan Sharqi bilan bir Turkiston. Hemmimiz u yerda Türkistan, yani Özbek olsun, Kazak olsun, Kırgız olsun, hemmimiz bir aile. Ama hazır bu yerda G'arbiy Turkistonda mushunda 5 isim bilan Cumhuriyet bo'lgan ahvol ostida 100 yıl burun o'tirg'i chiqib ekan, ya'ni Turkiston, Sharqiy Turkiston nima ismi bilan. Ham u vaqtlarda bu har ikkisi yaxshi natija bilan oxirlashmabdi. Kechki o isim bilan yaşagan bo'lsa, ama şu vaqtidagi vaziyat buningga imkon bermabdi. 100 yıl burungi ahvol bu. Ham Sharqiy Turkiston tarixda cho'ng davlatlarning qurilgan, turklarning ota yurti, Mahmud Qashqaridek büyük olimimiz shu yerdan chiqqan. Yani aslında turklarni bir araya keltirib, bir yerda jug'uradigan asli unsur Uyg'urlar. Oğuzxonning avlodlari. Qara, Şeceri Türk'te, Cami-i Tevarik'te ve başka Türk Diller Divanı'da mı? Bulanmış Şeceri Türk'te bunda bir ifade var. Uygur, uyuşmak, ittifak etmek, bir yere gelmek diye mealini bildirdi. Süt nima vaqtida, uyutmagan vaqtida bunda taqilib turdi, ama uyutganda yoğurt bo'lgandek, qatiq bo'lgandek birlashidi. Şunu Uygur degan bu isim asli birleştirgichi degan ma'nida degan ismni degan. Hatta Oğuz Hakan dastanidimi Oğuz Hakanning atrofida birlashgan Türk boylarga Uyg'ur deyilgan. Uyg'urlar biz Türk ailesining eng asosli qo'lliq, hatta eng önemli rolni o'ynaydigan bir xalq. O yerda men Uyg'urlarni Türk ailesidan chiqarib etganda Türk qolmaydi o'tirliqda. Çünkü Şeceri Türk'ni okusun. Qashqarli Mahmud'ninki əsirdən Cami-i Tevarik'ten Uygur, uyuşmak, ittifak etmek. Yani Uygurlar asli birleştirici rolunu oynaydı. Sen Uygurlarni Xitoyga yam qilib berish orqali Türk dünyası o xam xiyol u. Mumkin emas. U mumkin emas. Onun için maqsad keyin biz bu Stalinning 100 yıl burun buzib etgan nimasini tekrar birleştirib, kechga Uyg'urlarni mustaqil bo'lgandan keyin bu 5 cumhuriyet bilan birlashib, biz Turkiston Federasyonu bilan birlashsak bo'ldi, bir davlat bo'lsak bo'ldi, birlashsak texnik kuchlanamiz-ku. Uyghur, Kazak, Kırgız deb hammasini arib bir-biriga ayrim tarix yozib qilsang, bu hozirgi narsa endi o'siz bo'lmaydi. cho'ng nuqta kirib ketdingiz-da. Mana kichik bir nuqtada yana
Hemmimiz Bildim demekçi oğlanını da boptu qarindaşlarımız yanaşadı nem qıptı ama Uygur illegalini cümle alem bilir da kimi iken bu da okugan da zaten Uygur Türkü dep çıkıdı o yani. Onun mesele kılıp götürüp gerek yok menimce. yani bunaqa juda qilib o'zingiz hamda Turkiyada nima uchun bir Uyg'urniki parlament ya yuqori bir imtiyoz bilan erishilmasligida bir sirliq bir yani borlig'ini aytishmadingiz. Rahmat emas bugungi programmani o'sha oxirlashtiraylik. Ammo Klarkiston degan davomliq bor. Yana bu Xitoy tajovuziniki Sharqiston 76 yillik nazariy programmamizning 3-4 soni yana pat arada yana huzuringlarda bo'ladi. Seyşembe günü 28'sida tushdan keyin soat 3 Amsterdam soat 3'te Yaponiyadagi Qavulji Abdurim bilan 2025-yilgi Nobel mukofoti nazar programmamiz bor. Nobel mukofoti kimlar erishyapti, nima uchun erishdi, bu haqida suhbat olib boramiz. Hammalarga Klarksonda ko'rishaylik. Allohga emanet bo'lsin. Programmamiz bu yerda oxirlashsin. Rahmat Varis muallim sizga. Buldu en ahırı şu gemde Türkiye'de elbette bir gün hakiki Uygur evlatlarının mı parlamentoda, devlet, hükümette hizmet ötügenini körse. Uzun emes o günler. Hazırça şimdi ama elbette Türkiye mi bizden, Şarkı Türkistan mı bizden, Kazakistan hemmesi biz qarindaş. Bir daraxtın şahları biz. Birleşsek güçlenimiz, bölünsek yem bulumuz. Benim ahırki sözüm bu. Rahmat. Sen başka qarindaşlarımız mı nima qil hamda nima qil so'hbat qil. Bu hammadan o'choq dedik-ku, ma Uyg'ur choyxonasi, Uyg'ur degan nomni men qo'llangan bo'lgandan keyin bu ekranga hammadan chiqsa bo'ladi. Har vaqt da'vatimiz bilim egillari chiqib, millatni o'zining o'qigan bilimlari orqali millat oqasin, millat bir narsa bildirsin. O'qishmagan fikr raqamlik odamlar chiqili ilmiy shaklda munozir qilaylik, bir-birimizning shaxsiyatiga, xarakteriga hujum qilmay, til ahonat qilmay, chiroyli o'tirib, suhbat qurib, dialog qursak bo'ladi. Yani navbatdagi masala ham shu diasporadagi bo'layotgan ichki jidal majroniki qanday qilib bu narsani tugatib, butun diqqatimizni Xitoy tajovuziga qarata olamiz. Qanday qilib biz hamkorlasha olamiz. Bu haqida o'qishmagan fikr raqamlik odamlar chiqsa bo'ladi. Marhamat, hamma odamga ekran o'chiq. Sen de etmemse onu desem yok deydi, bunun desem yok deydi. Bizning bekateletçimiki deb qamıson. Ama milletning muhim meselesiga ma tarixiy haqiqatlarni bilib qolsin deb bu tarixni bir qilib qolsin deb qilyapmiz. Bo'lmasa bizning ming turlik ishimiz borda, ammo millatning ishi bo'lgandiki men seni qo'llashimdagi sabab bu. Men aldirash deb sana javob bermagan yoki bu Uyg'urlarning ommabop tarafsiz bir kanaldan kaçka adam ya Uygur emez ya bo'lmasa özünü bir yerle koyuvağı adamlar. Ama onun için ben demezsem belimlem adamlarını çıkamay. Boğası hakiki şu Uygurlarının içinden çıkan vatan millet deydiğen adamlarının köprak muş erkin münazırda nem kısan buldu. Yani, bo'lmasa işkimizni ko'ravega adam ya bu işki bir kateletnen işi yok mudu? Dep yana qo'shiqni qashlab zangli qilib o'tirardi. Yangi odamlar chiqdi hamda ba'zanlarning tayyorligi yo'q ekan, ba'zanlar bemazmun chiqdi. Ya o milletning ishida beyaz zambaqlar ülkesini men beka demedim. Bu millet asaret astida xo'rlanayotgan ishteshakning kunni ko'rayotgan bir vaqtida mush milletning ishida yani muhim ish bormi? Badisime ishonmayman, o yolg'on gap, o bahona o. Şunaşqa dedik, yana dep ekran hammadan o'chiq. Kim nima to'g'risida suhbatim bordi, ya millatim o'zim o'rgangan bilimlarimni bir taqtay, ya bir munozara o'rlashtirsa chiqay degan har qanday odamga ekran o'chiq. Hech kimga cheklanmaydi. Yeter ki vatan milletine Uygurlarning haqiqiy nimasi olsun. Hem de Uygurlarning içinden çıkan münafıklarını açıkıp sözletken tursan o zaman biz çıkmayız. Hem de kim çıksa onun bir qoidasi var, bir o'lcham nimamiz var. Her xil fikirdeki, her xil ideyadagi adamlarni bas munozir qilish albatta foydaliq da, ama bu mustaqil bo'lgandan keyin sen sening davlatingdan bormi, Turkiyadami baliq erkin munozir bek kang'rug'u har xil adamlar chiqadi. U mustaqil bo'lgandan keyin uni qo'yib yutsa erkinlik hamda. Devletke düşman bo'lmasalar, munofiq bo'lmasalar, mayli fikrni so'zlisi bo'ldi. Hamma odamning fikr qilish erkinligi bor, e'tiqod erkinligi bor.
Biz bununla hürmet kılımız ama hazırkıdek ahval aslında Uygurlarning ideologiyasini bölüdigan, Uygurlarning arasında ziddiyet saldigan, Uygurlarning nimisini parçalaydigan işini kıysan bu vaqtda tek kurulmagan tusa devletimiz, halk milletimiz tek asaretli yaşavatqa avasında teximi bölünüşki sebep bulup kalıdı. Şoň bazı kanallarni dedim go men, ma'lum teşkilatlarning, gruplarning lam kanalı. Bular bölüp barda hakne. Yani ki okşaş adam, okşaş insanlar, okşaş fikir, okşaş daire. Mesela bir Ama misal alay, men oldum hazır bir anlı stakan su var. Şunaqa. hmm. Hazır men ximiyachi. Men suvni ichgandan keyin suvning tarkibida manda moddalar var. Men ichganda bu badanimga quvvat qiladi, badanimga foydali deb ichaman. Biyologiya chuqurida men suvni ichib, buning tarkibidagi mikroorganizmlarni o'ylaydi. Buning tarkibida manda mikroorganizmlar var. Buni ichsak yaxshi deydi. Fizik chuqurida buni 100 Selsiya gradus qaynatsak qiziq choy bo'ladi. Choy solsak nihoyat huzurli ichimiz deydigan gap bor. Yana birisida buni ozroq sut qatsak sutli choy bo'ladi deydi. Yana birisi boshqa nuqtadan ko'rdi. Hammamizning ko'rayotgan nima suv shunaqa. Men ximiya nuqtasidan turib boshqani inkor qilsam bo'lmaydi. Shunaqa emasmi? Hammamiz bu suvniki mohiyatini Shu. har kuzatgan nuqtadan ichib bersak, buningdan foydalanadigan, buningdan o'ziga yaxshi tarafdan qo'llanadigan nurg'a odam chiqishi. Shunaqa emasmi manasinikini? Shuning uchun demoqchi bo'lgan narsamiz bu programmamiz naq shu. Asosligi qanday Uyg'urning milliy ruhini qurib chiqa olamiz. Uyg'urning milliy ruhini taraqqiy qildira olamiz. Qanday chechilib ketgan bu diasporani bir yig'inchoq, bir hamkorlik, birlik, ittifoqlik asosida bir yig'olaymiz. Mush nuqta. Boshqa narsa emas. Shuning o'xshagan O o diginden toğru ha. Menen demekçi oğlum hazır Uygurlar asaret aslında, işgaliyet aslında. Şu Uygurlarning kutuluş için yani birliş için bir milli birlik sep şekillendiriş için hazır şunun asas kılımız. Hazır biz mesela Uygurlarning arasında üze mündak harlanıp turuluk İslamni kutkuzumuz deydi galiba. Manda turguluk bersel vatan milletden desen ma ırkçıken ma o nemiçiken deydi galiba. Ya kardeşim sen şu anda kul. Senin vatanın işgal astında. Sen bir adamın tegidi ettiğilik bir narsa sen. Sen aldı bilen üzerine aç çukurdun kutkuzgandın kin oyla. İslam'ını mı başkını mı oyla. Uygurlar yine Orta Asya'da şu Avrasya coğrafyasında eğer Uygurlar'ın ki şu nemisi yolu açılsa menençe Uygurlar dünya tinçligi üçün yanaş tarihte bolgandek en alqılık rolunu oynaydı o. Uygurlar dek çünkü bizim devlet kuruş tecrübemiz var. Her ne kadar bizim bazı yerde umurtqımız zidik uçuragan bolsunmu, lekin Uygurlarda aşında bir imkan bop qalsa tezla bir nim qila oladigan ruh bor. Hazır gap bütün içide ve teşide muşunu taqdi yutib barıqliq. Onun için mandaç etqanda men hazır ahval aslında biz bazı tegiyo ayığı çıkmaz nimlerini emas Uygurlarni birleştirip vatanning azadlığı üçün bir seferber kılışqı hareket qilishimiz kerak. Anından keyin özümüzni bir qutuzib olgandan keyin Türk dünyasını, İslam dünyasını ve dünyanın nemisini kelgüsü to'g'risida muzokara muloyiza qilsak bo'ladi. Unda hozirgi ahvol ostida biz boshqalarning quli bo'lib asarat ostida yashayotgan ahvol ostimizda biz islom dunyosini biz qutqizmasakmi 2 milliardek musulmon bor. Hatto mushu masalada o'zing bilsa Xitoyga en ko'p yordam qilganlar ya'ni shu islom dunyosi 57 Arap İslam ülkesi nimenin yığında otadı ayna. Yani toxtapta bu Uygurlarning meselesi bu ümmetning bir partisi deb qaramadı o. Sen onun için sen özüni qutquzishing kerak. Şunu men deyman biz özümüzni oңşuşumuz üçün aldıda içimizdeki illetini tügütüp birleşişimiz gerek. Oğuz Hakan'ın evladığı layık bir haletki gelişimiz gerek. Birleştirici buluşumuz gerek. Ayrıştırıcı emas. Ben hazır bu diasporadaki ahvalımı 30 yıldan beri kördüm. Hakikaten de bu bek parçalanıp gitiklik. Bek gap kısan hemiz ət vatanını azad kılıydı dek gap kılıdı ama hemizin neticesi yok. Kuruk gap. Bunu da mesela bugungi vaqt bilan suhbat programmani oxirlashtiraylik. Bo'ldi.
muallim kelar qatamliq sonda ko'rishamiz. Hammanglar Allohga emanet. Xo'sh. Xo'sh, Allohga emanet.